slatga telefon qilib basharani yoraman, man bilmaysanmi, tez chiqasiz, qog'ozbozligini keyin qilasan deganingizda bo'ldi, tizim uxladi shu paytda. Управленческий учет, ya'ni SAPni razarabotka qilish bo'yicha juda ham katta tajribaga ega bo'lgan inson. Biznes albatta tizim qo'yilayotganda 1 2 3 4 5 6 oy pastga cho'kadi. Qimmat sotish bu aslida shunchaki sotish emas, bu san'at. Sotuvchini o'rgatdingiz, motivatsiya mexanikasi ishlamaydi. Nima keragi bor bu bilimda? Xodimlar yolg'on gapiryapti. Ya'ni aslida holat mana bunaqa, lekin ular mana bu haqida gapiryapti-da. Men uchun bu musor. Bu odam uchun bu qadriyat. Bunaqa qadriyatingiz bo'lsa, oliy maqsadingiz yo'q ekanda. Nimaga chaqirgansiz unda meni deb savol beryapman, bilmayman deydi. Bizdan tadbirkorlar avtomatizatsiya deganda o'tmish bilan ishlaydi. Shu jarayonni qanday to'g'rilashga tavsiya berasiz biznes egasiga? Bu his qilinadigan narsa-da. Bu davra duxi borlardiki. Assalomu alaykum. Loyihamizni navbatdagi soniga xush kelibsiz va bugungi bizning mehmonimiz Laziza Kadxamov bo'ladilar. Aynan biznesni to'g'ri tizimlashtirish bo'yicha korxonalarda управленческий учет, ya'ni SAPni razarabotka qilish bo'yicha juda ham katta tajribaga ega bo'lgan inson. Loyihamizni oxirigacha kuzatadigan bo'lsangizlar, sizlar uchun Laziza Kadxamovning juda ham qiymatli bonuslari bor. Agar siz kichik va o'rta biznes egasi bo'ladigan bo'lsangiz, ishlab chiqaruvchi bo'lasizmi? Siz uchun 3 oyga bepul o'zlarining yangi ishlab chiqqan ERP dasturini taklif qiladilar. Bemalol ishlatib tatbiq qilib ko'rsangiz bo'ladi. Va agar siz kichik do'kon egasi bo'ladigan bo'lsangiz va bir nechta do'koningiz bo'ladigan bo'lsa ham, hattoki do'koningizga 1 yilga bepulga o'zlari ishlab chiqqan dasturni ishlatib ko'rishingiz uchun, tatbiq qilish uchun imkon beradilar. Faqat loyihani oxirigacha kuzatib, o'zingiz olgan insaytlaringizni xulosa sifatida kommentariyada yozib qoldiring. Laziz aka, loyihamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, rahmat. Sizni taniydigan hamda tanimaydigan tadbirkorlar bor. Bizning auditoriyamiz asosan biznes egalari, ya'ni kichik va o'rta biznes egalari hisoblanadi va biznesga qiziquvchi insonlar. Tanigan, tanimaganlar uchun o'zingizni qisqacha tanishtirib berasizmi? Men Lazzat Xamov, aytishmayman, 30 yildan ko'p, 20 yildan beri biznesda shu avtomatlashtirish, raqamlashtirish bilan shug'ullanamiz va shu Germaniyani, hozir Yevropaning eng katta kompaniyasi SAP degan kompaniya, avtomatlashtirish bo'yicha emas, katta, umuman eng katta kompaniya. Taxminan bir 250 milliard turadi kompaniyaning narxi. Shuni 10 yil O'zbekistonda bir savdo direktori, boshqaruvchisi bo'lganman va ko'p shu raqamlashtirish bo'yicha muvaffaqiyatli proyektlarda qilganman. Undan tashqari tadbirkor, rus tilida siriyniy tadbirkor deydi. Bu 15 yildan beri call center ishlaydi. Keyin bir dasturchilar markazi bor. Dastur qilamiz zakazga. Hozir SAP partnyor Gold, O'zbekistonda eng katta SAP partnyor hisoblanadi. Va har xil startaplar loyihalarida co-founder, ya'ni asoschilardan biriman. Ringo degan proyektlarda как so'investor, co-founder bo'lib ishlayman. Va bo'sh vaqtda shu podkast yuramiz. 50 ga kirib qoldik, cholmiz, mana soqolim oq bo'lib qoldi, oq soqol. Faqat shu hassa bilan do'ppi kiyib olsak, bu yog'iga aqlli qo'ldan kelgancha tajribamizni bo'lishib, hayotiy, biznesdan, tadbirkorlikdan, falsafiy dunyoqarashlarida bo'lishib yuramiz. Laziz aka, hozirgi kecha kunduzda siz nima ishlar bilan shug'ullanasiz? Aynan biznesga taalluqli bo'lgan qismlarda. Yangi biznes klub, professional biznes klub ochilyapti, birinchi degan. Shu yerda men ham asoschi ham ambasadorman. Ya'ni professional biznes klub. Bizda O'zbekistonda hamma klublar bo'lishi kerak va hammasini hurmat qilamiz va bular ham hamma klublar o'zini spiral bo'yicha rivojlanish ketadi, lekin ko'pincha choyxona. Klubdagi agar ko'rsangiz, ko'pincha yoki bir choyxona sifatida bo'ladi. Professional dunyodagi biznes klubga o'xshagan metodologiya bilan shu birinchi degan klubda hozir shu bilan shug'ullanyapman. Ikkinchi bu Linko proyekt, bir necha million dollar biz sarmoya kiritib, FMCG, ya'ni oziq-ovqat, retail, do'kon, ishlab chiqarish, distributsiyalarda SAPda o'rgangan bilimlarimni joylari o'zbekcha shu dastur yaratib, shuni muvaffaqiyatli yurg'izyapmiz. Asosan ikkigan shu SAP partnerimiz, o'shanda hozir Goldni, lekin men operatsiyonkada basman.
Bu yerda upravляющий partnyor degan bor, rus tilida boshqaruvchi hamkor. Shu sifatda asosan keyin har oyi qayerdadir men dunyoni kezib safarda bo'laman. Ishlab qo'yganim yetarli. Haligi bundan ortiqcha menga pul kerak emas deb o'ylayman. Chunki asosiy meni hozir ichimdagi narsa bu pul yig'ish emas, energiya yig'ish. Energiya bilan ishlash va shu energiyani qayerlarda, shu safarlarda yoki biror bir xayrli ishlarda deganda ilm bo'lish bilan har xil jamoani ichida energiyani ko'paytiradigan odamlar bor, energiyani kamaytiradigan odamlar bor. Shu ko'paytiradigan odamlarga qo'shilib, batareykamizni ko'paytirib, akkumulyatorni zaryadka qilib yuribmiz. Laziz aka, siz bilan podkast qiladiganim bo'lsak, bir savol beraman degan menda reja bor edi. Mana O'zbekiston bozorida B2B sotuv maktabi bormi? Agar yo'q bo'ladigan bo'lsa, bir safar bir suhbat bo'lganda, Damrab suhbatida shunaqa loyihalar qilish rejangiz borligi haqida aytgan edingiz. Sotuvchilar maktabi aynan B2B bo'yicha, qimmat sotish bo'yicha va qimmat sotish bu aslida shunchaki sotish emas, bu san'at, muzeyga boringlar kabi ko'plab fikrlar aytgansiz. Shu savolni bermoqchi edim sizga. B2B sotish maktabi O'zbekiston bozorida qanchalik shakllangan? Qanaqa kamchiliklarga duch kelasiz shu jarayonda? B2B hali erta ekan bunaqa maktab ochish. Chunki maktabni ochish uchun boshida shu bir jarayon, qanaqadir sistema bo'lishi kerak. Iqtisodiy va hokazo. Misol aytganda, ko'p biznesda O'zbekistonda ya'ni katta biznes aytmayapmiz hozir, kichik va o'rta biznesda. Chunki katta bizneslarda o'zini ichki maktablari bor. Bizda SAPda yiliga 10-20 ming dollar har bir xodimga uni ustida ishlash, uni o'qitishga sarflanardi. Bu nihoyatda katta kompaniyalar shunaqa pul sarflanadi. Endi o'rta va kichikda olsak, u yerda sotuvchi asoschisi 80% klient baza u o'zi chegirma beradi, o'zi nasiya beradi, narxni qo'yadi, o'zi foydani hisoblaydi. All in one deydi-ku, hamma narsani o'zi qiladi. Shuning uchun bu sotuvchilar maktabi qachon bo'ladi? Bizda korporatsiyalar paydo bo'lganda, haqiqiy operatsiyonkada asoschisi emas, professional jamoa yig'ilganda, corporate governance degan narsa bor, korporativ boshqaruv paydo bo'lsa, kuzatuvchi kengashlari, nizavisiy mustaqil direktorlar bo'lganda, shunda siz ularni byudjeti bo'ladi, odamlarni o'qitishi haqida. Mana shunda shu maktabga ehtiyoj bo'ladi. Hozir o'zi oddiy eksperiment 1 yilmi oldin, 2 yil oldin esimda yo'q. B2B sotish bo'yicha hozir nima qilsangiz, kurs qilsangiz, yarmidan ko'pi shu asoschilar keladi, direktorlar. Ular ham asoschi, ham direktor, ham sotuvchi, ham sotib oluvchi, ham zakup qiladi. Keyin bitta savol berildi. Shundan keyin men tushundim, bu hali erta. Kimda sotuv plani shakllangan, hisoblangan va kiritilgan bor? Noyabr-dekabrda, mana 2025-yili noyabrda, keyingi yili biznes plan shakllangan. Shu biznes planning ichida sotuv plani bor. Sotuv plan kanallar bo'yicha, produktlar bo'yicha, servislar bo'yicha, mijozlar bo'yicha, geografiya bo'yicha shakllangan. Mana aytaylik, siz stakan sotyapsiz. U stakanda magazinlarga bevosita, bilvosita kanallar, dealers, distributors, plan Andijon bo'yicha qancha stakan sotasiz, Samarqand bo'yicha, Toshkent bo'yicha, dealer necha foiz bo'lish kerak, restoranlarga qancha sotmoqchisiz, uy bekalarga qancha sotmoqchisiz, eksportga qancha qilmoqchisiz, uzumdan qancha sotmoqchisiz, boshqa elektron kommersiya qanaqa, umuman haligi bizda xufiyona iqtisodiyot bor. Naqd pulga qancha bezendiya sotmoqchisiz, ofitsialniy qancha sotmoqchisiz, qancha chegirma berasiz, marjasi plani bo'yicha. Mana shular shakllangani bormi degan savolda 40 odamdan 4 tasi qo'l ko'tardi. Endi 4 tasiga savol beryapman. Sizlar o'zbek kompaniyamisizlar yoki sizlar chet el mahsulotini stakanlarda olib kelib sotyapsizlarmi? Albatta to'g'rilasi chet el kompaniya bu planni ulardan sug'urib oladi. Plan bor, anaqa bor, forecast, prognoz.
o'zbek tilida bilmayman, prognoz. Pastdan prognoz ko'tariladi, tepadan plan suriladi. Agarda shu plan bo'lmasa, siz sotuvchiga oylik va KPI bonusini qanaqa hisoblaysiz? Masalan, har bir kanalda KPI bor. Bizga dillerlarni ko'paytirmoqchimiz. Bu degani 80% faqat через diller sotishing kerak. Yoki biz Andijonga hujum qilmoqchimiz. Andijonga 1,5%, 1,5 barobar premiya, Toshkentga 1%. Bunaqa 100 mashnaqa. Bular hammasini shakllangandan keyin motivatsion mexanikalar va hokazo, keyin siz sotuvchiga sotish mahoratini o'rgatishingiz mumkin. Bo'lmasa, sotuvchini o'rgatdingiz, motivatsiya mexanikasi ishlamaydi. Nima keragi bor bu bilimda? Bir tinga qimmat. Chunki shu ikkita anaqa bor. Stimul degan narsa bor, motivatsiya bor. Stimul bu orqadan tayoq, Rimda shunaqa anaqalarda eshiklarda yurish uchun orqasiga uriladigan kaltak stimul deyiladi shu kaltak. Bu plan bajarmasa nima bo'ladi? Qanaqa qilib biz seni jazolaymiz, ya'ni. Endi jazolagan emas, aytaylik, anaqasiga san chopamiz yoki. Endi qanaqasiga bonus hisoblanadi-da. Bular bo'lmasa, hech qanaqa bilimlar u suv qumga ketgandek bo'ladi. O'shanga qarasakki, bizda mana shu bilim yo'q ekan kompaniyalarda. Bu uchun kommersiy direktor yo'q ekan bularda. Kommersiy direktor qayerdan chiqadi? O'zbekistonda kommersiy direktor sotuvchi, rob bo'ladi, keyin sotuv boshqa, keyin dunyoda kommersiy direktor faqat sotuv emas, moliyani bilish kerak. P&L, cash flow, IRR, pul anaqa. Shu bo'yicha savol bermoqchi edim. Mana qarang, apis bo'ldim. Mana kommersiy отдел bor, sotuv отделi bor. Bu yoqda fin отдел bor. Kommersiy отделni rahbari bilan sotuv отделi rahbari degan tushuncha ham bor. Birov deydigan bo'lsak, bularning o'zi farqi nimada va qaysi bozorlarda, qaysi biznes modellarda bu ishlaydi o'zi? Sotuvchi faqat sotuvga qaraydi. Ko'p sotish uni. Kompaniyani strategiyasi bo'yicha shunaqa strategiya olishi mumkin. Biz 2025-yilda bozor ulushini ko'paytiramiz. Bozor ulushini ko'paytirish va sof foydani ko'paytirish bir-biriga qarama-qarshi strategiya. Ikkalasi bir bo'lmaydi hech qachon. Shunaqa. Bozor ulushini ko'paytirishingiz uchun siz marjani kamaytirib yoki umuman ubitkaga ishlashingiz mumkin. O'sha firma modelga o'tib ketishimiz kerak. Misol, TBC bank O'zbekistonga kirganda kirish bilan keyingi yil planiga qanaqa plan qo'ysa, $20 million minus. Ya'ni bir yil oldin, keyingi yil nima bo'ladi desa, keyingi yil biz 20 million ubitka, ya'ni minusdan chiqamiz. Undan keyingi yil esa, undan keyingi ham 20 million ubitka bilan qilamiz. Nimaga? Ular paymini sotib oladi, mijozlar sonini ko'paytirish bilan band. Chunki mijoz soni ko'paytirish eng birinchi bo'ladi KPI. Mijoz sonini jalb qilish bir paytlar O'zbekistonda $5 edi. O'shanda paymi 10 millionga baholangan edi. Keyin mijozni o'zim kirgandan keyin 10, 15, 20 dollarga paydo bo'ldi. Paymin bir yilda ichida, 2 yilda ichida 100 million, 114 million dollar farq narxi bo'ldi. 114 million dollar nima bu? Bu faqatgina klientskiy baza. Bu tomonda klientskiy bazani oshirganligi uchun TBC, ya'ni qayin, mana shu yerda tepa narsalar borda, corporate governance bo'lganligi uchun naryoqda, New Yorkda, birjada narxi 300 million dollarga ko'paydi firmani. Joyida bir yilda shu pulni 3 ga 4 ga bir qilib oldi. Mana shunaqa fikrlashdan kelib chiqish kerak-da. Endi sotayotganda sotuvni boshlig'i uni faqat sotish kerak. U firma qancha pul ishlaydi, qanaqa strategiya keldimi, mana ko'proq sotishing kerak bo'ldi. A kommersiy direktor bu уже top menejer hisoblanadi. Sotuv boshlig'i top menejer emas. Bu degani marjaga ham uni yoki shu bozor ulushiga qaraydigan KPI'lari bor, katta. Yoki kompaniyani kapitalizatsiya. Sotuv boshlig'i va sotib olish boshlig'i vashi anaqa farqi yo'q. Firma nech pul turadi? Firma nech pul turadi? Kommersiy direktorda har yili bonusiga shunaqa KPI'lar bo'ladi. Bu degani sotib olish kommersiy direktor bo'yinida. Sotib olish, keyin ombor, logistika,
hammasi kommerskiy ichida va kommerskiy direktor nima bilan tortishadi keyin moliyachi bilan. Misol moliyachini KPI bu debitorka, kreditorka. Siz narsaga ko'proq bersangiz, sizda anaqa moliyachini KPI kesiladi. Ular ikkalasi kelib bir-birini janjallashadi va agarda kompaniyada KPI dan tashqari MBO, Management by Objective, ya'ni maqsadlar, yillik maqsad, yillik ko'rsatkichlarga qarash birinchi o'rinda tursa, bu degani ikkalasini yillik tugashi bilan kapitalizatsiyaga hissasi haqida talashishadi. Kommersiy bu CFO yoki HRD bilan почти bir xil va ularni KPI'ni, ularni hissasini tushunish kerak tortishayotganda. Nimaga? Chunki kelishib olish kerak keyin ikkalasi. Qanchagacha siz qancha ko'p narsa bersangiz, bozor ulushi shuncha ko'payadi, to'g'rimi? Shu paytda finansiy aytadi, yo'q bo'ldi, anaqa 10 kundan ko'p bermayman deydi. Mani shu Raqobiston bozorida bir-birini anaqa demping qilayotganda, men hammasi 20 kun beryapti-ku, biz 30 kun berishimiz kerak deydi. Keyin kelishib olish kerak. 20 kungami, 25 kungami, 15 kungami. Bu tushunish kerak moliyani. Chunki moliya o'zini jadvallari bilan keladi. EVR bilan keladi, pulni anaqa stavkasi, Sentralbankda stavkasi, mana bu anaqa bizning ichki stavkamiz bor, xo'jayinlarning stavkasi bor deydi. Shuni ikkalasi shuni talashadi. Keyin sпрос, предложение, makroekonomika, iqtisodiyotni ikkalasi tushunish kerak. Sen javob berasanmi? Shu bozor o'sishi, nimaga sen unaqa o'sishing kerak deb bir-birini tortishadi. Mana shu tortishlarda keyin odam olish, olmaslik, nech pul qanaqa berish kerak, HRD qatnashadi. Mana shu 3-4 ustun. Kommersiy direktor, ya'ni eruditsiyasi katta, bilimlari ko'proq bo'ladi. Sotish u bozordan ham chiqib kecha mix sotuvdi, bugun podvodniy lodka ham sotaveradi. U anaqasi yo'q. Unchalik bilim bo'lish kerak emas. B2B ga ham o'zgartirib olsa bo'ladi. Faqatgina mana shu endi odamni bilimlari bilan tizimga qo'yib qo'yish kerak. U odam sotuv direktori yoki sotuv boshlig'i bo'lishi mumkin. Lekin kommersiy direktor bu boshqa dunyo. Mana endi shunga kelamiz. O'zbekistonda kommersiy direktor tayyorlaydigan maktab kerak. U anaqa sotuv kurslari, mansiz ham kitoblar YouTube'larda o'rganib olsa bo'ladi. Laziz aka, mana biz korxonalarni tizimlashtirish bilan shug'ullanamiz. Ya'ni troubleshooterlik bilan bitta korxona bilan o'rtacha hisobda 1 yil faoliyat olib boramiz va o'rta biznes egalari bilan ombor jarayoni, HR jarayonlari, moliyaviy jarayonlarni tizimlashtirish bilan shug'ullanamiz. Va yaqinda bir lift savdosi bilan shug'ullanadigan biznesni tizimlashtirish jarayoni bilan ishlaganimizda B2B sotuv bo'yicha menejer topishga juda qiynalganmiz. HHdan, LinkedIndan, turli xil joylardan jalb qilishga harakat qilib ko'rganmiz, lekin juda qiyin bo'lgan. Boshqa korxonalar bilan ishlaganimizda ham B2B menejerlarni sotish bo'yicha mutaxassis xodimdan topish juda qiyin. Agar borlari ham bo'lsa, hunting qilish kerak bo'ladi. Bu endi qadriyat jihatdan sal noqulay bo'ladi. Hunting qila olmaysiz. O'zi gapingiz bo'ldi. Qanday qilib shuni jalb qilish mumkin? Masalan, madaniyat shakllanmagan bu bozor yo'q. 2 yildan beri topolmayapti O'zbekistonda. Topolmadim. Men masalan ketdim, qolganlar chopildi, Rossiyadan hozir olib keldi. Rossiya va Qozog'istondan, Ukrainadan olib keldi O'zbekistonga. Qora ko'zlari topolmadi. Qarang, oylik 7000. Aklarning o'zi. 5-7 ming. Bonuslari bilan yiliga 150-200 ming topsa bo'ladi. Endi men top bo'lgani uchun 400-500 ming olardim yiliga. Qanaqa qilib siz meni hunting qila olasiz? Qaysi o'zbek korxonasi katta emas. Men akfartellarni demayman, sonam o'rta bizneslarda. O'rta biznes. Qaysi o'rta biznes menga yiliga 150 minglik, 100-150 minglik yiliga daromad topyaptimi degan savol borda. Topyaptimi? Qarangda, yo'q-da. Katta korporatsiyalarda 10 yil ishlab, odam o'zini birinchi anaqalarini, talablarini qilib bo'lgan. Mashina, dacha, uy, har xil investitsiyalar qilib bo'lgan, to'ygan. Biz 5 mingga borib ishlamayman-ku men. Bemalol konsultatsiya qilib ham o'ynab kulib topaman-da 5-10 mingni. Значит, endi sapni bu yoqqa qo'yaylik. Siemens bor. General Electric bor. To'g'rimi? Mitsubishi bor. Ana turbinalar sotadi. Katta medobорудование sotadi. Katta anaqa оборудованиялар chet eldan sotadiganlar bor.
chet elga borib o'qitadi, tilni biladi, anaqa qiladi. Qanaqasiga siz kichik biza chiqsak tadbirkor bo'lib chiqishimiz mumkin. Misolda bir ikkita dunyoda. Tushunyapman sizni. Shuning uchun nima qilish mumkin? Siz to'g'ri, agarda shunaqa bir kurs bo'lsa, dars bersak. Endi ikkinchi masala bo'lyapti, til masalasi. B2B'da faqat sotuvchilar emas, yetishmaydi. HR'lar yo'q. B2B'ni olib turaylik, O'zbekistonda HR'da o'zi yo'q. HR to'lanish kerak, to'g'rimi? Odamni ishga jalb qilib, KPI'larini qo'yib, rag'batlantirib, HR maktabi ham yo'q. Menimcha O'zbekistonga bu ko'proq kerakliroq narsa. Yo'q, endi qaytib tayyorlanadi. O'zbek kompaniyalar kattalar kimni oladi? Beeline'dan, UCL'dan, Uzbatdan katta kompaniyalar o'tdan olishi mumkin. Mani katta kompaniya son jana qilib Korzinka gaplashishi mumkin yoki boshqasi. O'zbek bola kichik korxonaga 7000 ga boradimi yoki SAPga 5000 ga boradimi? SAPga 5000 ga boradi. Brend- Agar uni filtriga o'tolsa, brendi ham status beradida. status bor. Brend deganda faqat sotayotganda oladigan HR brend degan tushuncha boss bor. degan brend emas. Sizning HR brendingiz bor. Qaysi student moliya institutini bitirib Xalq bankda ishlamoqchi? Hech qaysi. Endi ikkinchisi borib chirigan borib yoqqa ishlaydi-da. Normalniy bola qayerga boradi? TBC, Capital Bank. Bu reklama emas, просто biz brend kuchliligimizni bilamiz-da, Ipak yo'li. Chunki o'zimiz ham o'sha yerdamiz. Sizni ham Xalq bankda kartochkangiz yo'q, to'g'rimi? Shunaqa. Menda ham yo'q. Lekin Rossiyada Sberda shunaqa kuchli qilgan, любой student Sberda ishlamoqchi bo'ladi. Shunaqa. HR brend ham zo'r, ichki muhit, korporativ kulturasi juda. Bu yerda men shu 10 yil oldin nodon bo'lganimda, men любой savolga javob 6 sekund bera olardim. Hozir murakkab anaqa masala. Bitta narsa ikkinchisiga bog'liq. Keldim, просто misol. Nafaqat B2B'da sotuvchi kerak, marketolog kerak, to'g'rimi? Keldim. Men bilaman shu, men yiliga 100-150 ming turaman, 100 ming. MBA'ni bitirganman, misol, chet elda. Onam misol kelib bo'ldi, bittasan kel O'zbekistonga dedi. Keldim O'zbekistonga. So'rayapman sizdan. Marketologman. Qanaqa составляющий, ya'ni fix, ya'ni oylik, maosh bonusim qanaqa bo'ladi? Siz menga gapira olmayapsiz shu narsani. Sotuvchiga ham aytolmayapsiz bu degani. Aha, значит, men ko'p ishlab bonusimni kontrol qila olmayman. Yo'q, anaqa jarayon yo'q, tizim yo'q. Bu sizni gapingizga ishonishim mumkin emas. Men ichki intizomiy tizimda yozilgan qoidalar bo'lish kerak. Qancha oladi? Avtomatim menga kompyuter hisoblab, buxgalter hisoblab beradi. Direktor tasdiqlash kerak emas meni bonusimni. To'g'rimi? Men sotdim, oldim. Yo'q bu narsa. Lekin siz keling deyapsiz. Nima qilishim kerak? Men oyligida ko'tarishim kerak. Garantimi. Chunki noaniqlik ko'paytirib qo'yapsiz menga. Tizim haligi yo'qligiga, bonus tizimi yo'qligiga. Noaniqlik ko'paytirsa, men aniqlikni ko'paytirishim kerak. To'g'rimi? Ishtoqqa 10 ming deyman. Siz 10 ming to'layolmaysiz. Lekin kichik korxona etishi mumkin edi. Mana 3 ming, mana ko'rsatkichlar, mana bozor, mana tahlil, mana bitta aka 20 ming ishlamaysizmi oyiga. To'g'rimi? Darajali karta berish kerak edi. Darajali karta tasdiqlangan. Mana shuni ishlab chiqarish kerak. Buni kommersiy direktor yoki direktor ishlab chiqarish kerak-ku. Shu aniqlik bo'lsa, mana qoida tushunarli. Shuncha sotsam, shanba yakshanba bitta ishlasam, men direktordan ko'proq pul ishlashim mumkin degan xulosa bilan ishga kirishim mumkin. Endi nimaga qaytamiz? Endi fundamental narsa ko'plarga yoqmaydi shu gapim. O'zbekiston an'anaviy andisha bizani qadriyatlarimiz. Qanaqa sotuvchi direktordan ko'p pul olish mumkin? B2B'da easy. Oddiy narsa. Planda qildingmi? 130-150% qildingmi? Mana senga pul. Direktor qila olmadi. Men aytaylik, O'zbekistonda Toshkent oblastiga qarayman. Direktor O'zbekiston bo'yicha qaraydi. U o'zini planini qo'ydi, O'zbekiston bo'yicha. Olmadi bonus. Men Toshkent oblastida qo'ylatib qo'ydim. 1,5 emas, 2 anaqa X bonusim oldim. $200 ming
berishlaring kerak menga. A direktor 100 mingdan olmaydi. Yoki navrot 100 ming man, xo'p, aytaylik, kichkina korxonada 50 ming direktor yiliga. Qanaqasiga bo'ladi? Mani chopadi-ku direktor. Ichi og'riydi uni. To'g'rimi? Hammasi ketadi. Ig'vo, bir-birini ko'rolmaslik, intilish emas tepaga. Tepaga chiqib ketganni oyog'ini tortish. Bularni men kuzataman. O'zbek nimaga? Qadriyatlar buzilgan, qadriyatlar biza tizimlashtirish deymiz. Qadriyatlar degan narsa o'zi nima bu? Prичем тут moliyada aytadi-ku o'zbek kompaniyalar. Agar biznesga amortizatsiya desangiz, amortizator prичем deydi. Xuddi shunaqa qadriyat prичем deydi. Kompaniyani madaniyati desangiz, nima madaniyat saroyimanmi deydi senga. Bu narsalar qo'yilsa, keyin men o'yladimki, aha, Lazizjon to'xta. Hali erta ekan. O'zbekistondagi biznes hali ulg'ayish kerak. Raqobat bozorida yeyish kerak. Yutqizganlar bo'lish kerak, yutganlar bo'lish kerak. Keyin anaqa sliyaniya, поглощение, ya'ni bir-biri bilan qo'shilish, assotsiatsiyalar yoki bir-birini sotib olish, bir-birini sindirib, kompaniya moliyalashtirish bozoriga kirish kerak. Investitsiya oladi, investorga yetadi. Men kattalashaman, men bunaqa misol Lazizga o'xshaganlar, boshqalarga o'xshaganlarni o'tdan shuncha oyliklarli odamlarni men olaman. Menga shuncha investitsiya kerak deydi. Shu spiral rivojlanishga yetganda u keyin o'zidan o'zi bo'ladi. Hali hozir gazga bosish hojati yo'q. Hali bu madaniyat tayyor emas, Xalq madaniyati, ichki chunki biznes xalqdan anaqa boshqa sayyoradan kelganlar emas, deb bizani sinfdoshlarimiz, kursdoshlarimiz, qo'shni, qarindoshlar, biza qanaqa bo'lsak, o'zbeklar qanaqa bo'lsa, biznes ham shunaqa. O'sha anaqa dunyoda buzg'unchilik qiladigan o'sha o'zbeklar, boshqalar emas. Bir-birini kiddat qiladigan, misol unga qarshi mana arablar kirgizmaydi. Bu bizamiz. Yon atrofdagilarimiz. Qachonki biza shu Hasan akani bir M-Factory'dagi ashula, o'zing o'zgarmasang, olam o'zgarmas. Har bir endi biznes qadriyatlarni to'g'ri qo'yib, ishonch hosil qilsa, keyin yana milliy urf-odatlarga qaytamiz. Hayotda hech kim kompaniyani dollasini bergisi yo'q. Sherikchilikka kirmaydi. Negadir sherikchilik bu faqat pul haqida gap ketadi. Mana IT bozoriga kiryapsiz. Startup qilasiz. Pul tikyapsiz. Sizga birinchi aqlli investor kelsa, O'zbekistonda qanaqa pul tikkan odam 70% bo'lish kerak bunda. Jamoaga 30% beriladi. Ko'pida. Bu noto'g'ri lekin. Yo'q, bu noto'g'ri, lekin qarang atrofga. Ko'pchilikda 50% beradi, даже undan ham yuqorida. Pul tikkanligi uchun. Lekin mehnat qilyapti, undan tashqari ham rasxodlar hisobga olinmaydi. Nimada? Chunki fin modeli yo'q. Kafe, choyxonadan kelyapti-da. Siz choyxona, kafe qilsangiz, siz narsani sota olasiz. Stul, studiya, fotoapparatlarni sota olasiz. Siz pul tikdingiz, odamlar almashuvchan narsa. O'tda geniylar, daholar kerak emas bizga. Aqlli odamlar kerak emas, to'g'rimi? Oddiy firmada. Mana biz aqlsizlarni ustida firma qo'ydik. Eng risk qiladigan men, haniga, asoschi. Shu kalla bilan endi sizlar aqlli odamlarni ishga olmoqchisizlar. Ichki muhtam shu siz aytgan aura borda, kelgan odam bo'g'iladi. Bir misol keltiraman. Yaqinda 2024-yil oxirida bo'lgan holat, korxonada finansist olmoqchimiz. 4,5 ming yozganmiz maoshnida. Turli xil finansistlar kelyapti. O'sha fin model qila oladigan, fin direktor bo'ladigan darajadagi odamlarni. Endi bu to'g'ri qabul qiling, ko'pchiligi qaytib ketyapti. Nimadan desa, ichki muhit sezyapti-da o'zi. Raqamlarni berdayapti. Nima ishlatasan? Adres upravleniyasiga ko'chib ishlatamiz. Undan tashqari oylik bu narsa keyingi o'rinda deyapti-da. Ichki muhit. Bu aytib madaniyat dedim-ku. Siz muhit deyapsiz, shu. Muhit, madaniyat, qadriyatlar. Shunga qaraladi. Zo'r kadrlarni biz yo'qotdik o'sha joyda. Bular o'zini aqlli odam, nafaqat qimmat odam, qiymatga ega, o'zini qiymatini biladi, o'zini hurmatini biladi. Shu paytda chet elda juda ham ko'p opsionlar beriladi. Mana misol aytganda, mana call centerim bor. Shu 10 yilning ichida oddiy HR direktor bo'ldi, direktor keyin 10% ga ega bo'ldi,
mana bu yildan 25 bizada Уже hozir HRBP ha? u HRdan yo'q, u direktor ham 25% kompaniyaniga ulushi bor. Har yili Foydaga ko'rsatkichlar- sherikmi yo biznesga ham? biznesga Zo'r. именно borib notarialniy, chunki foydaga sherik bu o'zbek ishonch hali jamiyatda unaqa emas. Siz foydani hozir va'da berdingiz, ani keyin katta bo'lib qolgandan keyin deysiz, qochib olasiz. Notarial borib kompaniyani ulushini ko'paytiryapmiz. Top menejer deganda, xo'p ber, noyob zo'r sotuvchi bu bo'lmasa hech kim moliya ola olmaydi-ku, to'g'rimi? Direktor ham, asoschi ham, agarda yo'q ketaman, anaqa to'g'ri kelmadi. Nima keragi bor? U odam sizni muhitni o'zgartirishdi. U uni KPI ga kirmaydi-ku. Lekin bering kompaniyaga anaqa ishontiring, shu kompaniyani zo'r kelajagi. 10% ofitsialniy kontrakt bo'yicha bunaqa ko'rsatkichlarga agar chiqsak, 15%, 20% berib oling ulushda. Mana bunaqa kichkina pirogni 60% ni egallagandan ko'ra, mana stolni 20% ni egallang. Qolganlarni bering. Shunaqasiga bog'lab qo'ying. Mana bitta stop bor bu uchun. Standart mышление. Shunga keyin qaytamiz. Qanaqasiga sap nimaga topolmayapti? Juda ham rivojlanayotgan bozorda manaqa bolalar o'sha 15-20 ming turadi. Shunaqa? Realmi shunaqa? Yo'q. Dunyoda unaqa emas. Chunki dunyoda raqobat bozori kuchli. Manaqa odamlar 5 ming turadi. O'zbekistonda 15. Bizda nima desa bo'ladi? Mandarin ham qimmat Germaniyadan ko'ra. Shunaqa bozordamiz hozir. Endi nimadan kichkina kompaniyalar kuch kerak? Katta kompaniyalardan bitta odam sotib olishlaringiz kerak emas. Maslahatchilar kengashi qiling. Haftasiga 2 soat ishlaydigan odam kelib, sizni yosh boshlang'ich odamlarni o'qitsin. Unga 15 million odam siz katta Beeline'dan ola olmaysiz. Maslahatchi qilib ola olasiz-ku. Gaplashing, har hafta men bilan choy ichasan, kompaniyada odamlar bilan gaplashasan, 3-4 soat haftasiga ishlaymiz, oyiga 5 ming. Bemalol ko'taradi-ku kompaniya. Shunaqa 3-4 ta kuchli odam oling, HRdan, qaytdandir Uzcard bo'ladimi, TBC, tanish bilish, katta Uzbat yoki GMlardan. Moliyachi, sotuvchi, marketolog iltimos qilib ishontiring unga ham. Balkim u ham charchagandir bu kompaniyada. U ham o'sha bo'ldi, oldi hamma narsani. O'sha oyligi ham ko'zga ko'rinmaydi. Mana men shunaqa charchaganman sapda. Shuni zaryadni yozib ketganman. 500 ming yiliga topayotgan joyimdan. Nimaga? Pul ko'rinmaydi. Shunaqa charchab qolasiz, bezillab qolasiz. Lekin 3-4 ta kompaniyada men shunaqa maslahatchilar kengashida o'tiraman. Endi men bu degani efirda ko'rib, telefon qilib mana bezdoq qilib, mana o'sha anaqam to'ldi. Yilda oxirigacha. Limitim to'ldi. Laziz aka savol bermoqchi edim. Mana korxonada mana kichik o'rta biznes egalari bor deylik, korxonasida skladskiy uchoti bor, kassada uchoti bor. Endi korxonaga upravlenskiy uchot qo'ymoqchi. Lekin undan oldin upravlenskiy management, biznes boshqaruv jarayonlari to'g'ri tartibga solingan bo'lishi kerak. Ya'ni shaxsga bog'langan holatda boshqarilmasda struktura orqali boshqarilishi kerak bo'ladi. Qachon biza upravlenskiy uchot, ya'ni SAP biznes ham bo'ladimi yoki SAP bo'ladimi, korxonaga jalb qilsak bo'ladi. Ya'ni bundan oldin qaysi qadamlarni bosib o'tish kerak korxona? Har bir savol dunyoda har xil qit'a joylarda javob har xil bo'ladi bir xil savolga. O'zbekiston bozorida, Amerikada, Germaniyada, Yaponiyada, O'zbekistonda boshqacha. Shuning uchun kitob javob bor, haqiqat bor. Haqiqat bo'yicha yondashsak. Haqiqat bo'yicha biz yana qaytamiz, jamiyatda rivojlanishi bor. Jamiyatda firmes nemisni anaqasini olib jarayonni qo'ya olmaydi. Shunaqa. Bu bekor harakat. Chet elda birinchi bo'lib hisobot qo'yiladi, keyin firma ochiladi. Bizda birinchi firma ochiladi, ish boshlanadi, kuygandan keyin hisob kitob qilinadi. Bu normal holat. Ya'ni men buni kritik qilmayapman. Qanaqa u chet elda yoshlikdan boshlab odamlar uyda soliqni o'zi hisoblaydi. Shu madaniyat o'sha yoshligidan shakllanadi. Yoshligidan Amerikada, mana qaysi O'zbekistonda kim soliqini o'zi hisoblagan? Hayotda xodimlaringiz siz buxgalter hisoblaydi deydi.
hech qaysi O'zbekiston fuqarosi hayotda soliqni hisoblamaydi, buxgalter bo'lmasa. Amerikada shunday pulingizni olasiz, uyda o'tirib, o'zingiz soliqlaringizni hisoblab borib to'lab qo'yasiz. Soliq to'lash uchun siz hisob kitobni X'sidan boshlaysiz, boshidan, alifbosidan. Maktabda, institutda, hamma joyda hisobot birinchilik degan masalalar qo'yiladi. Chunki birinchi qiladigan ishingiz biznes ochganingizdan keyin investitsiya olishingiz kerak bo'ladi. Kredit. Bu yerga hozir biz gap olmaymiz haligi. Halol harom haqida emas gap. Jarayon haqida. Borasiz, kredit olasiz. Kredit olish uchun haqiqiy biznes plan qilasiz. O'zingiz hisob kitoblarni qo'yib, mana P&L, cash flow qilib, biznesda boshlanganingizda sizda уже plan bor va uni nazorat qiladigan odam ham bor. Chunki pul tikib qo'yganda sizga. So'raydi. Sherikchilik bo'ladimi, investitsiya jalb qilasizmi, bankmi, equity kapitalmi? Har doim kapitalni ustida ishlaysiz. Bu ularda birinchiligi. O'zbekistonda bunaqa jamiyat, bunaqa madaniyat yo'q. O'shuning uchun birinchi muammoni yechish uchun, oilaga go'sht olib kelish uchun tirikchilikdan boshlaymiz. Keyin tirikchilik biznesga aylanib qoladi. Bitta magazin ochasiz. Ishlaysiz. Sizga kerak emas shunaqa sistema. CRM, PRM, hisobot, mana daftar, ruchka, mana kassada kech payt pul bo'ldi, shuni sharh oldim, uyga go'sht oldim, maktabga to'ladim, bog'chaga to'ladim. Keyin sal odam boshqacharoq bo'lsa, ambitsiyasi kattaroq bo'lsa, 2 ta, 3 ta, 4 ta magazin ochadi. 4 ta magazin ochadi-da, ikkinchi magazinga ukasini qo'yadi, aqasini doshini qo'yadi, bu yoqqa xotinini ukasini qo'yadi, 4 ta, 5 ta, keyin yeyishni boshlaydi. Shundan keyin balkim to'xta hisob отчетlarga kiradi. Kuniga menga hisobotni olib kelinglar deydi. Chunki kuniga olmasa 3-4 kun ichida yeb qo'ygan anaqasi bo'ladi. Bu hisobot har doim nima bo'ldi degan savolga javob. Nima bo'ldi? Kecha nima bo'ldi? Bugun nima bo'ldi? Har doim fe'l, o'tgan zamon fe'li. Chet elda yana bir bitta qayma. Siz planingizni qo'yasiz. Kelajagingizni gapirganingiz uchun sizni kelajagingizga pul olasiz. Kechagi holatingizga emas. O'zbekistonda siz investitsiya jalb qilmasdan o'zingizni shijoat, ishqingizda ishlayotganingiz uchun, o'zingiz energiyangizda sizga savol kerak bo'ladi. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Bu Excel ham javob beradi, отчет. Keyin nima bo'ldi degan savol sizni aldab qo'ymaslik uchun audirim, qanaqadir tizim qo'yasiz. 1S. Kirim, chiqim, bunaqa. Va 99% O'zbekiston tadbirkorlari sizga mana sistematizatsiya qilyapti, proseslarni qo'ydi. Hammasi nima bo'ldi degan savolga javob beradi yana. Bu falsafiy, mantiqiy, umuman anaki nima deydi? Sivilizatsion har xil savol. Chet el kelajak bilan ishlaydi. Bizdan tadbirkorlar avtomatizatsiya deganda o'tmish bilan ishlaydi. Nima bo'ldi? Kecha qancha sotdik? Necha foyda ko'rdik? Aqlli bo'lganligi uchun amortizatsiyani hisoblab ko'rib, aha, yoki masalan debet kreditni qilib, qozondagi bor pul meniki emas ekan. Birovni pulim bor ekan ichida, hozir yeb qo'ysam, ertaga menda muammo bo'ladi degan endi xulosaga keladi. Aha deydi. Men kelajakdagi to'lovlarimni bir joyda saqlashim kerak ekan. Arenda, kredit, oylik, Uje byudjet ishlab chiqishni boshlayapti. Aytyapman, bu masalalar evolyutsiya bilan keladigan narsalarda. Shuning uchun siz lo'nda kichkina savol berasiz, men cho'zib javob berishim kerak-da. Endi o'tmish bilan ishlaydigan bo'yicha bitta klass programmalar. 1S. Chunki buxgalter hayotda buxgalterda ertaga degan ertasi yo'q. Buxgalter faqat o'tmishi bor. Nima bo'ldi? U soliq to'lash uchun faqat orqasiga qaraydi. Nima bo'ldi ham emas. Dokument keldimi yo'qmi? Provodka bo'lgandan keyin u hisobot beradi, soliq to'lab qo'yadi. Ertaga bo'lish uchun moliyachi keladi. Biz keyin byudjet uchun kim qiladi byudjet? Buxgalter bilan bilmayman deydi. Men byudjetga qaramayman. Men soliq to'layman. To'ladi. Aktlarni olib kelsangiz, o'tmishdagi to'lovlarni to'lab qo'yaman deydi.
moliyachi keladi, o'zini Excel bilan, film model bilan keladi. Mana shu firma kattalashgan sari qachon kelajak bilan ishlaysiz? Siz o'sha g'arbda modellik kelsangiz, o'sish uchun sizga investitsiya kerak. Farqi yo'q, kredit bo'ladimi, equity bo'ladimi, ya'ni sizga qarz berib turadimi, sherik keladimi sizga pul bilan. Muzorabaga pul savol beradi sizga. Firmangiz necha pul turadi? Kapitalizatsiya. Yana bu yerda ahmoqgarchilik, O'zbekistonda 90% xarajat tomonidan firma necha pulligini aytadi. Men shuncha pulga uskuna oldim, bunaqa qildim, mana mashina bor, klient bor. Bu kechagi holat. Bitta ahmoq ikkinchidan kelajagi holatga qarab ham sotib olishi mumkin. Endi aqlli investor aytadi, to'xta deydi, men kechagi вообще anaqasi yo'q. Kecha sen millioner bo'lishi mumkin unda. Hozir bankrotsan balkim, bilmayman deydi. Kelajakda gapiraylik deydi. O'sha bu yerda operatsion cash flow, finansiy cash flow, investitsion cash flow, biznes model, fin model degan narsalar bor. Bozor ulushi qancha bo'ladi? Qanchaga o'sa olamiz? Bozor ulushi hozir qancha? Dinamikani ko'rsat deydi. Keyin aytadi, to'xta deydi. Endi sen ishlasang, mana shu planlaringizni qayerga tiqasiz? Управленческий учетda bularni hammasini jamlashimiz kerak bo'ladi. Da, endi shu paytda управленческий учет evolyutsiyada bu ham nega? Yosh bola birinchi og'ziga ovqatni tiqib qo'yasiz, mamma berasiz, suv, keyin уже sekin-sekin qoidalar yosh bolaga qoida qo'ymaysiz, 1-2 yosh. Elementar matematika, vысшая matematika deymiz-ku, mana shunaqa narsalar bo'lyapti. Firma ham yosh boladaqa birinchi yuguradi, yiqilib tushadi, boshimdan uriladi, uni ushlab ko'radi, kuyadi. Bu normal holat. Biz hali yosh bolamiz. Qachonki sal katta bo'lganimizdan keyin qoidalar kiritishda boshlaymiz. Bolam, qo'lingizni yuvdingizmi? Kechagina so'ramayotdingiz bu narsani. O'zingiz yuvib qo'lini yuvib qo'yardingiz. Endi katta bo'lding, qo'lingizni yuvib keling deysiz, to'g'rimi? Ovqatdan keyin yig'ishtirib qo'ying deysiz, duo qilaylik deysiz. Qoidalarga kiritishda boshlaysiz. Qoidalarga sal katta bo'lgandan keyin. Demak, o'sha narsaga joriy qilishdan oldin ichki korxonani madaniyatini, korporativ kulturasini moslash kerak ekanda. Shu yerda bir misol bo'lgan holatni aytmoqchiman. Korxonada moliyachi ishga olindi va adnes управленческий учет qo'yilyapti. Korxonada ta'minotchi bor. Asosiy skladda omborchisi bor. Sotuv отделida onlayn prodaja, rozinsasi bor, optim prodajasi bor. Bu yerda har bittasida kassa borda, filiallar bor. Jarayon shundan iboratki, xodimlar kun yopmaydi. Bir-biriga bog'liqki hamma qismi. Balans to'g'ri chiqmayapti, cash flow to'g'ri chiqmayapti, P&L to'g'ri chiqmayapti. Moliyachi juda ham bir agressiv, asabiy holatga kelyapti va ta'sischiga, korxona egasiga aytayaptiki, xodimlar vaqtida ishini bajarmayapti. Sotgan mahsulotini joyida kiritmaydi. Nasiyani qabul qilib oldi, jarayonda kiritmaydi, lekin naqd pul turibdi qo'lida, sistemada yo'q. O'sha biz yopolmayapmiz. Bitta oyda shu minus bo'ldi, keyingi oyga ulashib ketaveradi. Nimaga? Mana shuni so'ramoqchiman. Yana qaytamiz. Chunki qoida qarang, kiritilmagan. Shunaqa. Siz aytaylik, hamma narsani o'zingiz qildingiz-da. Bolani misol jazolamadingiz, anaqa gap qaytarganligiga. Siz qoida kiritmadingiz, что turganingdan keyin pastelni zapravka qilishing kerak. Musor kechasi chiqazilish kerak uydan. Bu betartib. Hamma narsani ona qilyapti. Dangasa, ana bolalar o'sayapti. Hammasini ota-ona qilyapti. Pulni ham yuvib qo'yapti, kirni ham yuvib qo'yapti o'zi. Siz shu paytda shaqatib generalni olib kelyapsiz-da. Ertasi kuni anaqa ko'tara olmaydi. Shuning uchun birinchi kompaniyani madaniyatda o'sish nimalasi bor, o'zini ilmiy tahlillar qilib bo'lingan. Mana shu birinchi evolyutsiyasi bo'yicha jarayon уже aniq. Birinchi kompaniya g'amxo'rlik kompaniya deyiladi. Nimaga g'amxo'rlik? Chunki ota hamma narsani o'zi qiladi. U biladi kimga chegirma berish, kimga nasiya, kimga anaqa. Xo'p, mana shu kompaniyada nima qilasiz CRM kiritib? CRM kiritdingiz, lekin qoidani asoschi o'zi kelib sinfdoshi, "Voy, ana baxti, ber unga anaqa, chegirma ber" deydi. Bratanim-ku deydi. Sinfdoshim ekan deydi. Yoki ikkitasi yig'lab keladi. Mana 5 yildan beri ishlayman, xodimlaringiz kecha chegirma bermadi, chunki debitor kredit buzilib qoldi. Bervar deysiz. Qarang, qonun yo'qda. Qonun nima degani? Anaqa Fransiyada aytadi-ku, государство это я. Men glavniyman. Hammasini o'zim bajarsam. Odamlar faqat tranzaksion sistema. Договор pichat qiladi.
xo'jayindan so'rab ko'ray deydi. Mana buni nima qilay deydi. Hammasini u aytadi, bular bajaruvchilar. Hammasi 100% bajaruvchi. Qanaqa CRM? Nima keragi bor? 80% klient anaqasida, 20% klient, 80% обороты qilinadigan, buni miyasida, xo'jayinda. Kimdan sotib olish kerak? Nech puldan? Kimga sotish kerak? Ofisda qayerdan olamiz? Nima qilamiz? Kim HR kerak bizga? 4 ta 5 ta olib keldi. Bittasi ammami qizi ekan, mana shuni ola qolay deydi. Lekin u haqiqiy HR generalist emas, HR menejer emas. Kursda bitirgan u, o'qib kelgan. Bu jarayonda hech qanaqa avtomatizatsiya kerak emas. Avtomatizatsiya moda uchun qilishini mumkin. Xo'jayinni uchoti uchun. Bu yerda ham qo'yishadi. Bunaqa kompaniyalar ham qo'yadi. Tartib va hisob-kitobni yaxshi ko'radigan, tartibli odamlar ular uchotda qo'yadi. Ya'ni nima bo'ldi degan savolga yana bir marta. Chunki nima bo'ladi? Bu bilan Allohning orasidagi anaqa. Hech kim bilmaydi pastda. Endi kompaniya rivojlangan, kattalashish haqida emas, rivojlanyapti degan paytda qonunlar paydo bo'ladi, reglamentlar, ichki tartib, intizom, ichki tartib. qoidalar. Agarda mana bunaqa narsa bo'lmasa, skladkadan mol chiqmaydi. Zayavka yo'qmi? Hech kim qimillamaydi. Har bitta bo'limni o'ziga alohida reglamentlar ishlab chiqish kerak, a? Protsesslar. Mana shu ichki tartib, intizom qoidalari bilan korporativ madaniyat bor edi, nizom. Ikkalasini farqi nimada? Ba'zilar shuni aralashtirib yorishadi bir-biri bilan. Bu oddiy test. Xo'jayin kelib, men buni har doim aytaman. Aytadi, mebelim anaqa yaxshi emas ekan, doim mehmonlar kelyapti, tez almashtirib beradi. Boringlar-da, olib kelib beringlar. Shu paytda hammasi borib bajardimi yoki zayavka qilishdimi? Xo'jayin aytdi degani bilan yugurib qilaylik degani emas. Bizda ichki xo'jayin tasdiqlagan nizom bor. Intizom degan so'z bilan nizom bir xil. Zayavkani kimdir qiladi, sekretarimi, kimdir. Zavxoz zayavka qiladi. Zayavka byudjetga tekshiriladi. Shefti mebeli $1000 turmasa kerak. To'g'rimi? 5-6 ming turadi-ku. Divani ham 4-5 ming $, kreslosi ham 2-3 ming turadi. U 10 ming qayerdan u pul bo'ladi? Pul taqsimlangan-ku. Qayin? Intizomli. Byudjetga qaraymiz endi. Byudjetga qaraymiz. Byudjetda pul yo'q deydi moliyachi. Men bilmayman, men mebel olsam ertaga arendani qanday to'layman deydi. O'shaning uchun bor nasiyaga olib kel deydi. Nasiya uchun shef o'zi anaqa qizil bo'ladi. Nima olmayapsizlar desam, unga SMS keladi yoki kirib taqillatib kimdir aytadi. Agar deydi ololmayapmiz, zayavka qildik, pul yo'q ekan. Nasiyaga olamiz, lekin 20% qimmat bo'ladi. Okey. Lekin gap qaytarish degan narsa bu yerda bo'lyapti-da, gapini ikkita qilish. Chunki tizim xo'jayinga qarshi chiqadi. Birinchi, mana shu yerda o'zi tuzib berish kerak, o'zi tuzgan qoidaga turib berish kerak. Ha, o'shanda mana magazin bilan qachon set bo'laladi magazin. Xo'jayin kelib shokoladni olib, menga yozib qo'y degan joyda tizim yo'q. Ha. Bizning tizimda hammasi pul to'laydi, xo'jayin ham. Ichki madaniyat demak o'zidan boshlanadi. Birinchi korzinga shundan boshlanadi. Kirib o'zini restoranida ovqatlanyapsizmi? Menga yozib qo'y. Qachon esingizda bor? Har kuni yozib qo'yadi xodimlar sizga. Yo, nech pulga yeganingiz esingizda bormi? O'g'aylaringiz bilan keldingiz, 1,5 million shot bo'ldi. 1,5 millionni joyda to'lab qo'yish kerak. Yozib qo'y. Yozib qo'yadi 2 million 200 deb. Esingizda bormi ular? Esingizda bormi? Yozib qo'y. Bu nafsda anaqasida, yana bizda ketyapti. Men xo'jayinman-ku, nima men to'lashim kerak deydi. Mana shu jinnillik hech qachon masshtablashtirilmaydi. Hech qanaqa tizim qo'yib qo'ya olmaysiz yo'qa. Demak, u o'zini transformatsiya qilish kerak. O'zing o'zgarmasang, olam o'zgarmas. Mana shu o'zini o'zgartirishda menimcha siz aytgan bir narsa bor. Men o'zimni hayotimda tatbiq qilganman, juda yaxshi effekt bergan Dilts piramidasi. Va bu narsa uchun menda 8,5 oy vaqt ketgan edi-da. Ya'ni shunchaki oddiy so'z deb qabul qilish mumkin, lekin buni jiddiy o'tirib qabul qilsa, butun hayot tarziga tatbiq qilsa bo'ladigan narsa ekanda. Mana moliyachi aytdingiz, nimaga to'g'ri kelmadi? Chunki moliyachiga power, ya'ni hukumat berilish kerak edi-da. Shunaqa vlast berish. Vlast berish kerak. Bu anaqasiz, qo'lisiz yoki buni protsessisiz hech narsa ketmaydi, kirmaydi. Biznes albatta tizim qo'yilayotganda 1, 2, 3, 4, 5, 6 oy pastga cho'kadi. Chunki
anaqasi oldingi tizim bunaqa ishlardi. Endi bu tizimdan faqat mashina haydalamiz. Samolyot boshqacha. Samolyot boshqacha bo'lishi uchun mashinani переделка qilishimiz kerak. Albatta birinchi noqulaylik odamlar o'rganib qoldi-ku. Hammasini o'zi hal qilib, trubkada olib, daftarga yozib qo'yadi. Nafsiga yoqmaydi endi. Endi 20 ta bir narsani to'ldirish kerak. Keladi xo'jayin deydi, "Nima chiqazmading molni?" deydi. Aytdim o'zangiz, CRM qanaqa narsa qo'ydik? 15 minutdan beri xato beradi, bunaqa qiladi. Buni bosmasam, omborchi, bishsa bilmayman. Menda anaqa o'q chiqqani yo'q, men bermayman deb turibdi. Sladga telefon qilib, "Bashirini yo'g'aman, men bilmaysanmi, test chiqas, qog'ozbozligini keyin qilasan" deganingizda bo'ldi. Tizim uxladi shu paytda. Shu jarayonda ba'zi xodimlar rivojlanish jarayoni korxonada kimlardir o'z ustida ishlaydi, kimlardir to'xtab qoladi. Ya'ni o'z ustida ishlamay rivojlanishda to'xtab qoladigan xodimlar bo'ladi. Eng qizig'i bular ключевой jarayonda bo'ladi. Sistemaga kiritish kerak bo'ladi ma'lumotlarni, bular qarshilik ko'rsatadi. O'zi bilib yo bilmagan holatda. Shu jarayonda qanday yondashsa bo'ladi? Diktatura. Жесткий anaqa. Жесткий Juda management bo'lishi жесткий kerak. anaqa, qattiq diktatura. Putinni gapi bor, nravится, не nravится, терпимая красавица deydi-ku. Anaqa diktatura. Yo tizimli, yo anaqa firma yo'q qilaman. Kerak emas menga. Bu yana o'sishni xohlaydiganlar haqida gapyapmiz. Ko'p kichik o'rta biznes o'zi u gap prosta men o'smoqchiman degan. O'ziga yarasha, o'zini hayotiy falsafa, dunyo qarashga yarasha hayot kechyapti. U kerak emas narsa. Treningga boradi, eshitadi. 100 ta treningga bormaydimi? Mana shu 20% o'sdim deydi, bu bozor o'sdi-ku, 20% o'sgani yursan-ku. Shunaqa. Mayli, o'zini yupatib yuraveradi. Hammasi ham oligarx bo'lmaydi-ku, dunyo piramidali qilingan-ku. To'g'rimi? O'zi shunaqa qilingan. Dunyo piramida. Bu degani pastda kambag'allar, ish yoqmaslar, o'qimaganlar, omadi kelmaganlar, qaysidir omadi keldi yoki anaqa la'natiga uchraganmi, boshqa narsani bilmaymiz. Yoki shu bilan o'zi menga o'q deydi, mana o'qituvchi mazza qilib o'qituvchilik qiladi matematikadan dars maktabga borib. 1 million so'm repetitorlik qilib, 15-20 million so'm oladi. Yetadi, u baxtli inson. Nima qiladi, tadbirkor kerak emas u. Kimdir buxgalter. Nima keragi bor buxgalterga ishni ko'paytirib? O'sha pulni olyapti. Yetelik yurist 10 ta kompaniyaga boradi, haftasiga bir martadan. Faqat biz kimlar haqida gapiryapmiz? 2% kasal bor anaqa. Eshikdan noto'g'ri chiqib qo'ygan 2% mutantlar bor. Bular ambitsiyasi katta va shu ambitsiyasi uchun riskni ko'paytirish, riskka ko'p borish va noaniqlik, stress, janjallar, mashlar ustida bular uchun normal holat. Xotirjamlik keyin qayg'uradi, hozir emas. Mana shularga kamlik qiladiganlar. Pul cho'ntagiga emas, firmani orzu havas, oliy maqsad, mana shunaqa odamlar haqida gap ketyapti. Bular 2-5%. Ular qiladi. ERP, CRM, mashlar. Qolganlar qilib ko'radi. Bo'lmaydi. O'zini aybdor bilmaydi. Aytadi va anaqa ekan deydi. Ikkinchisini chaqiradi. Mana qila olmadi deydi. Menga avtomatizatsiyani san qilib ber deydi. Shu. Bu ham normal holat. Bu ularda anaqa taqdiri. Demak, hozir suhbatimizdan olgan xulosam bo'yicha, eng avvalo korxonada biznes egasini o'zida transformatsiya bo'lishi kerak. O'zini o'sha xarakterini, ba'zi bir fe'l-atvori, odatlarni o'zgartirish kerak bo'ladi. Keyingi o'rinda korxonani tizimlashtirishdan oldin ichki madaniyatni shunga moslash kerak. Ichki tartib, intizom qoidalarini tatbiq qilish kerak va keyingi o'rinda korxonaga haqiqiy HR mutaxassis jalb qilish kerak va bunga korporativ madaniyatni ham tayyorlashimiz kerak. Agar moliyachi oladigan bo'lsak, moliyachiga ham ichki muhitni, ya'ni madaniyatni tayyorlashimiz kerak ekan. Yoki agar o'zingiz shunaqa bo'lmasangiz, shunaqa sherik olishingiz kerak. Menejer emas, sherik. Chunki u menejer ishini tepish kerak, ertasi kun kelib hammasini yig'ib, endi men xo'jayinman. Unga bezovta telefon qilib bezovta qilmanglar, men hal qilaman. Garchi oyda oxirida biz performans qilamiz, ya'ni anaqa unumdorligida ko'ramiz.
pastda 10% chopiladi. Qarindoshmisan, ukamisan, farqi yo'q. Necha yildan beri ishlaysan bu yerda? 10% chopiladi deydi. Qanaqa qilib bilamiz? Mana endi bu to'g'ri savol. Hozir mana hisob-kitob kiritamiz deydi. Misol, mana shunaqa odamlar uni yomon ko'radi, la'natlaydi, anaqa faqat yomon bu odam transformatsiya paytida bitta shayton, ablah, maras, так далее kimdir bo'lish kerak, bo'lish kerak. Odamlar o'rganib qolgan muhitdan chiqazib, silkitib, tepib, davay, короче, yo bunaqa, yo Sizlar SAPni razработка qilayotgan jarayoningizda внедрение protsessida shunaqa holatlar bo'lganmi? faqat shunaqa. Biz o'rgatamiz xo'jayinlarni. Biz kelamiz, olmoqchiman deydi. Biz audit qilamiz. Aytamiz, yo'q deymiz. Endi bilaman, kichkina SAPni bilmayman, katta SAPni kichkina bolalarni shug'ullanadi, shogirdlarimiz. Lekin kattada shunaqa, yo'q deyman. Tayyor emassiz deyman. Nimaga? Moliyachi yo'q. Bor-ku. Bu abstrakt derajatil, bu daftar deydi, operator. HR yo'q. Bunaqa yo'q. Zakupkada tartib yo'q. Уже korporativ menejmentga mos bo'lmagan korxona uchun SAP ishlamaydi. Yo'q. Biz aytamiz, odam. SAP ishlaydi, korxona bunga tayyor emas. Endi keyin dialog ketadi, ko'raman, ya'ni ambitsiyasi. Tayyormisiz? Qayerdan olaman odamlarni? Endi bu aytamiz, mana Uzbatdan, o'tdan, bu yerdan, palonchilarda SAP borib hunting men uchun bu normal. Men buni nima deb o'ylamayman. Harom narsa deb o'ylayman. Bu bozor iqtisodiyoti bu. Borasiz, kimdir tayinlaydi, pulni normal to'lamadimi, o'g'irlab olasiz odamlaringizni. Men bu bo'yicha fatvosini so'ragan edim. Biz o'zimizdan ustozimizda bor, hazratimizda xodim o'zi ketish istagi bor ichida qidirib yuribdi ish. Kimdir yaxshi maosh taklif qildi, o'tadi. Ya'ni bu yerda siz majburlamayapsiz uni yoki hech kim majburlamaydi. Xuddi shu jarayonda ketish niyati ham yo'q edi. O'zi ketish niyati yo'q bo'lgan odam ketmaydi baribir. Ya'ni huntingni primoy qabul qilmanglar deganda-da. Yo'q, unaqa emas. Ambitsiyoz odamlar bir joyda o'sha 2-3 yil ishlab charchab qolish kerak. Ularga allaqancha yangi proyekt kerak bo'ladi. Xuddi shunday. Bu mana shu haqida ketyapti. Misol, korporatsiyalarda odam charchaydi. Mana shunaqa odam ketgisi keladi. Pust korporatsiyaga performanslarni ketkazmaydi-da. Mana senga yana pul deydi, bunaqa deydi. Jon-jonimdan ketaveradi. Mana hech qayerga ketganim yo'qman. Kompaniyadan ketdim. Qayoqqadir emas. Hech qayerga degan. No, shu aytamiz, mana keyin bu odamlar bitta odam demaymiz-ku qayin. Moliyachi, HR bular bu madaniyatni qo'yadi keyin. Hisob, kitob, audit qiladi, bunaqa qilib 3-6 oy, 1 yil biz tayyorlaymiz. Keyin kelib, xo'p, endi hisob qo'ysa bo'ladi deymiz. Ya'ni demak, to'g'ri tushungan bo'lsak, birinchi bosqichda audit qildik. Shu auditdan keyin bizda diagnoz kelib chiqdi, как примерно должно katta nimalar bor yo'qligi. Keyin biznesni korporativ menejment, ya'ni управленческий menejmentga tayyorlanyapti. Keyin управленческий учет qo'yilyapti. Endi bu katta sar. Kichkinada yo'q deydi, men ololmayman deydi. Значит, nimadan boshlaymiz? Управленческий учетdan boshlaymiz. Moliyadan boshlaymiz. Plan счетов bormi, yo'qmi? Moliya. Amortizatsiya hisoblaysanmi, hisoblamaysanmi? Lekin bilasizmi nimani ko'rganman? Kichkina SAPda yarim proyekt baribir tagida moliya yo'q. Odamlar hatto bir obyektni uchot qo'ygan. Ya'ni O'zbekiston biznesga 5 ta savolga javob kerak ekan. Ya'ni kichkina biznesga. Birinchi savol: kim menga qarz? Ikkinchi savol: men kimga qarzman? Uchinchi savol: omborda qancha mahsulot bor? To'rtinchi savol: aylanmas mulk, ya'ni misol 6 oydan beri yotibdi, 8 oydan beri muzlangan pulmi, anaqami, xom ashyomi, aktivlarim. Ikkinchi 5-chi savol, mana shu 4 tani qaraganda, pulim qani? Ya'ni bitta qanaqadir, demak, boshida kiritilgan investitsiyam hozirgi kunda qanaqa darajaga keldi? 1 milliarddan qayerda? Keyin sistema aytadi: omborda, nasiyada, yo'lda, logistikada, debitorkada, kreditorkada, mana sani puling. Qancha pulni men hozir mana shu qozondan olalaman degan savol, mana shu oxirgi savoli. Men uyga qancha olalaman deganda, ololmaysiz, qarzingiz bor deydi, misol. Yoki 100 ming pulingiz bor deydi. Bo'ldi. Shu yerda gapingiz bo'laman. Qarang, mana bizda tadbirkorlarda bitta og'riq bor. Biz mana shu 7 yildan oshdi shu sohada ekanligimizga
investor kabi fikrlash degan tushuncha shakllanmagan ko'p tadbirkorlarda, kichik o'rta biznes egalarida. Ya'ni protsessga kirib ketgan, savdo qiladi, boshqa bo'ladi, ishchilarga oylik beradi, boshqa bo'ladi, zakupni ham o'zi qiladi, skladdan statgani ham oladi, o'zi bilguncha, lekin investor sifatida siz boshda kiritgan pulingiz qani desangiz, men investor emasman-ku degan savol bergan tadbirkorlarni ko'rganman. Biz o'shaning uchun mana biznes kassiri olmagan dachi korxonaga. biz o'shaning uchun Lincolnni qilganimiz mana shu 5 ta savolga javob beradi. Zo'r. Xohlasa ertaga mana shu linkani qo'ydi, mana shu 5 ta savolga javob oldi. Endi pulim qayerda deganda, ko'chada deganda ham ko'chada qayerda? Toshkentda, Andijonda, anaqa Majburiyatlargacha dillarda, magazinlarda hammasi bor. Mana pul yo'lda degan masala ham bor-da. Pul magazinlardan olindi, lekin hali ketib kelmadi. Yo'lda. Shuni ham ko'rsat, ikki-uchkirigacha. Moliyachini olgandan keyin Finansiy struktura ham yaratgansizlar Lincoln ichida. Lekin moliyachi olsa ertaga rivojlandi. Birinchi mana shu savollarga javobini ko'rdi, o'qitdi, mana bo'ldi sistema. Endi moliyachi paydo bo'ldi. Moliyachi paydo bo'lsa, shu sistemada avtomatim P&L cash flow kelib chiqadi. Zo'r. Ya'ni xo'jayin uchun mana shu dashbord. Protsesslar to'g'ri yuritilsa, avtomatim balansi ham tayyor bo'ladi. Lekin unga P&L xo'jayinga ko'rsatilmaydi. Agar tushsa, knopkani bossa, mana shu itogo masalasi bu P&Ldan kelib chiqyapti cash flow bilan. Shunaqa. Lekin bu unga kerak emas bu boshqaruvda, mana oddiy. Mana shu 5 ta savolga javob. Keyin moliyachini olsa, mana pastda ketdi, anaqa bu Excelda xohlagandaqa anaqasi bor. SAPga konnektor bor. Undan ham murakkab. Endi men anaqa byudjetirowaniya, казначейство, bunaqa ko'rmoqchiman desa, ya'ni kelajakda ERP degan masalasi, plan kiritmoqchiman desa, mana bemalol SAPga konnektor tayyor bor, biznesman qo'yadi. Bo'ldi. Planlar kiritilgan, ombor. Bizda endi ertaga HR olaman desa, mana KPI. Shu linka shunaqa qilingan, har bir xodim ham kunlik foydasini, kunlik olgan daromadini ko'radi. Kuniga aytadi, "Aha" deydi, agarda hozir 6 da ish anaqa emas, yana ko'chaga chiqib, yana ko'proq ishlasam, mani koeffitsiyentim oshar ekan. Ya'ni korzinkada bo'ladi-ku, 1% ko'proq olsangiz, 3% ga siz shuncha yana sotib olishingiz kerak deydi-da. Siz anaqa bonusingiz ko'payadi. Xuddi shunaqa kunlik, haftalik, oylik, chorak bonuslari bor. Kezadi, "Yo'q" deydi, shanba, yakshanba aytadi. "Yo'q, meni nima qilmanglar, men shanba, yakshanba borib, ya'ni bir ikkita bozorga borib narsani sotaman, narsa qilaman. Meni koeffitsiyentim ko'payib, shuncha pul ishlayman" deb kunligi ko'radi. Qancha daromadi bor. Egoistik biz aniqlamiz. Har bir inson O'zinikini hisoblasin. daromadini ko'rgungacha harakat qiladi. Kunlik bo'lsa, mana taksist kunlik, ertasi yo'q. Ertaga qancha ichsangiz bilmayman, Xudo biladi deydi, bilmayman, ko'ryapman shunaqa. Magazinchi ham kunliga, oddiy bitta magazinda bo'lgani. Sal boshqacharoq ishlagan, unga o'sha anaqa menejerlar oylik plus bonus. Agarda siz yilligini ko'rsatib qo'ysangiz, odam yilligini qarab ish qiladi. Yillik daromadini ko'rsatib qo'ysa, lekin buni ham inson shunaqa bo'ladi-da. Ya'ni boshqalar bunaqa fikrla olmaydi. Gorizont planирование degan narsa bor. Vision bo'lish kerak unda. Kompaniya qo'yadi shunaqa visionli odamlar. Sizga 1 yil, menga farqi yo'q 1 yil, men aytgan mana shu oyda qancha ishlayman desa, значит sizni kompaniyangiz yo unaqa olmaysiz odamda, yo olasiz, shunga moyil ekansizda. Ya'ni bu yerda ham shu KPI'lar shunaqasi bor. No, avtomatizatsiya ham nimaga ketadi mana shunga. Bunaqa odamlar uchun bor. Oddiy misol qanaqadir Bittrex CRMlar, Amo CRM bor, $50. Ular enterprise korporatsiyalar ishlay olmaydi, chunki u yerda produkt, haligi plan, geografiya, komissiya, yo'q, unaqa narsa yo'q вообще. Oddiy. Oddiy uchun mana link qilib qo'yganmiz. Do'konga ham bepul qo'yib beryapmiz. Bepul. Biz nimaga biz $1 million Podpiskasi bormi? Yo'q. Mana nimaga investitsiya nima qildik? Biz aytyapmiz, bozor ulushini ko'paytirish bizda KPI. Bo'ldi, boyaga birinchi suhbatimiz boshlagan jarayon. Bu degani baza o'sha yig'ilyapti. Bo'ldi, bu degani foydalanib qolinglar. Bozor ulushini ko'payganimizdan keyin biz olamiz $10, $20, $30 anaqa oyiga. Demak, kirish baryeri bo'lgani uchun kirib olish kerak boshida bozorga. Hozir bepul linkaga kiryapti, любой magazinga kelib,
Endi magazinda anaqa prihodini qilib, hamma tovarlarni kiritib bersak, 4 soat, 5-6 soat bolalar ishlab beradi. 1 million so'mini berasizlar. Управленческий учетmi yo skladskiy uchet yo kassa uchet bo'yicha? Evolyutsiya. Oddiy magazin. Ha, demak, struktura bor, etap-etap to'g'rilab ketasizlar. Oddiy magazin, oxiri yo'q. Android. Qo'lingizda baribir o'ynab o'tiribsiz Telegramingizda. Xuddi shu apparatni biza uchet anaqasini qilib qo'yamiz sistema. Bitta magazin. 2 ta magazin, 3 ta magazin bo'ldi. Endi aytyapti, men aylanmas, buni ko'rmoqchiman. Sun'iy intellekt qilib qo'yganmiz. Aha, magazinchi kuniga faqat kunlik anaqa bilan ishlayotgan. Ya'ni u gorizontda 1 kun. Aha, значит, unga eng jalzab savol necha pul kuniga ishlayapman? Oyiga emas. Uni beryapsiz o'sha. Ha, okey. Sun'iy intellekt, AI agent. Hamma sotuv anaqa sistemani buni aytadi. Mana limonadni 8,000 so'mga olib, aka 10,000 so'mga sotyapsiz ekan. Bu AI aytayapti, sun'iy intellekt. Agarda lekin siz kuniga, masalan, 50 ta sotib qo'yapsiz, 70 ta olsangiz, 7,000 dan olar ekansiz. Chunki bizning sistema поставщикlarda ham bor, hammada. 7,000 dan olib kuniga 2 million emas, bu pozitsiyadan 3 million ishlayotgansiz ekansiz deydi. Sun'iy intellekt. Bu odam tahlil qilish kerak emas. Sun'iy intellekt o'sha hamma narsani qilyapti-ku. Hamma ma'lumotlar bor. Xo'jayindan ko'ra aqlliroqmi sun'iy intellekt? Hamma hisob kitob etadi. Sneakersni Mamatni ko'proq olib qo'ying deydi. Narxini kamroq bo'ladi. Mamatdan anaqa chegirma beryapti ekan. Kunlik daromadingiz mashinchiga o'sadi. Mana shu narsa yilning oxirigacha VIP bepul hozir. Sun'iy intellekt. Foydalanib qoldim. 200 taga yaqin magazin hozir foydalanyapti. Balkim ertaga 1000 ta qilib qo'yganimizdan keyin $10 bo'lar kuniga. Kuniga emas, oyiga. Oyiga $10lik tursan, kuniga sizga $50 ko'proq ishlab qo'yapti-ku. Sun'iy intellekt. Mana hamma fotoapparatda bor, rasmga olasiz, knopkani bosasiz, yaxshiroq qilib ber deysiz. Hamma odam tadbirkorlar ChatGPTda o'tiradi. Hozir ayollardan ko'proq ChatGPT bilan gaplashishadi odamlar. Bizda mana shu ChatGPT degan narsani, sun'iy intellektni oddiy do'konlarga kiritib qo'yapmiz. Zo'r. Savolim bor edi, Aziz aka, mana korxonada mana shu savolimdan keyin sun'iy intellekt kabi o'sha avtomatizatsiya jarayonlariga o'tsak demoqchi edim. Mana korxonada управленческий учет qo'yildi. Moliyachisi bor, HR menejeri bor deylik. Biznes egasini qoniqtiradigan darajada ish faoliyati ketyapti deylik. Psixotip jihatidan, ya'ni adizis psixotipi jihatdan biznes egasi tadbirkor. Endi korxonaga CEO olmoqchi. Biznes jarayonlarini boshqarish uchun senga topshiraman degan maqsadda. Va u adizis psixotipi bo'yicha, demak, u boshqaruvchi bo'lish kerak. Shu jarayonda proses o'zida bo'lgan shuncha jarayonda xodimlar ham unga moslashgan. Shu transformatsiya jarayonida qanaqa tavsiyalar berasiz o'zingiz keyslaringizdan kelib chiqqan holda korxonaga CEO olish prosesida? Adizisning kitobida ham faqat odamni psixotipi emas, korxonani evolyutsion darajasi bor. O'sha har bir darajaga mos odam kerak. Siz tadbirkor bo'lib, haligi g'amxo'rlikdan nimaga o'tyapsiz, a? Qoidali kompaniyaga o'tyapsiz. Bu 1-2 yillik jarayon. O'shaning uchun siz nimani olasiz? Byurokratni olasiz. Protsessni odamni olasiz. Demak, o'sha keyingi qadamda olgan CEO bilan dals ketmasligi mumkin ekan. U CEO ham hatto almashishi mumkin. Siz o'zingizga o'xshagan davay deb olsangiz, billa tezroq anaqa gumdon qilasizlar kompaniyani. Yo'q, siz gazni bosdingiz, zajganiya qildi. Endi mashinaga tormoz qo'yish kerakmi? Tormoz qo'yadigan ana odamni qo'yasiz. Hammani jahlini chiqazadimi? Lekin u qarang nima qiladi? O'ziga o'xshaganlarni ishga olishni boshlaydi. To'g'rimi? U ham protsessni odamlarni ishga oladi. Keyin proses qo'yilgandan keyin nima qilishingiz kerak? Siz agar asoschi bo'lsangiz, byurokratiya ko'payib ketib, kompaniya inqirozga uchraydi. Bozorda imkoniyatlaridan foydalanmaydigan qiladi. Nimaga? Qanday qilib qilish muhim, nima qilish kerakligidan bo'lib qoladi-da. O'sha paytda shap uni chopib, nima qilasiz? Keyingi jarayonga o'tasiz, ya'ni yillik KPI, davay, bozor, ulush, jangchilarni olasiz. U ham tadbirkor emas, lekin u ambition, anaqa integratorlar. Ularni ishga olasiz. Bu sizga o'xshagan, lekin qarang nima bo'lyapti. Nimaga spiral deymiz buni? Birinchi davay kompaniya, qoida ikkinchi o'rinda. Endi qoidalarni qo'ydik.
qoidalarni qo'ygandan keyin chirishni boshladimi ozgina. Keyin davay deb qo'yyapsiz, lekin qoidani buzolmaydi hech kim. Ha, Davay qoidalar ustida bo'ladi. tushundim. Protsesslar, ya'ni biror bitta o'zgartirish kiritganda tezroq tatbiq qilinadi. Bozor kattalashib bordingiz-da. Yangi qoida bo'lsa, srazu bo'ladi, lekin ba'zi bir qoidalarni buzolmaydi hech kim. Chunki u DNKga kiritilgan. Mana bu davay bo'lgandan keyin siz aytasiz, bu tomonga yana ketasiz, o'sha SAPga o'xshagan kompaniya bor, muvaffaqiyat kompaniyalar bor, ambition, qimmat odamlar. Chunki siz bu tomonda o'sha bu yerda ham komissarda hammasini ishlatib diktator bo'ladi, lekin diktator bo'lsa ham ba'zi bir qonunlarni buza olmaydi. Shu paytda o'sha 4-jarayon chiqadi, muvaffaqiyat kompaniya degan. Keladi, o'tda o'sha KPI'lar, OKR'lar, chunki pul keldi, o'sha katta kompaniya bo'ldi. Mana shu. Keyin o'sha Google kompaniya bo'ladi. Kompaniyaga hamma missioner odamlar keladi. O'zini missiyasini, qadriyatlarini bilib, nima qilish kerak degan narsa savol tug'ilmaydi. Multifunktsional. Bunaqa kompaniyalar yo'q O'zbekistonda. Sal aytib qo'yaman. Bizda mana bunaqa SAP 4-anaqa urovendagi kompaniya. Ya'ni hammasi Everestga tezroq yetib borish kerak. Men 3 marta chiqqandan keyin dafik deb ketaman, lekin boshqa bo'g'lar keladi, chiqadiganlar. Yillik planni million olib keldi. O'zbekistonda ko'p kompaniya 80% birinchi g'amxo'rlikda. Birinchi darajada. Ularga proses odamlar kerak. Proses odamlarni hozir mana shu korporatsiyalardan olish kerak. Hunting qilib qo'yadi. Ya'ni har doim tepadan odam olib kelishingiz kerak-da o'zingizga. O'zingizga o'xshagan kompaniyadan emas. Demak, o'sha madaniyatdan chiqqan odamlar pastga kirgandan keyin bu muhitni ham o'zgartirib o'sish bo'ladi o'sha. Ha. 2-3 ta qo'yib, keyin shu srazu sizga yoqmaydi bu. O'zbekiston tadbirkorlariga qoidaga rioya qilish yoqmaydi. Ko'ryapmiz mana yo'lda, mashinada shu tadbirkorlar yuribdi-ku, to'g'rimi? Qoida buzib, shtraflar bo'lmaganda, mana shtraflar kamera bo'lsa ham har kun nolishadi mana. Qoidaga rioya qilish nima deydi? Bizda какой-то o'ziga behurmatlik hisoblanadimi? Zo'rsanu deydi. Pulim bor, nimaga qoida qilishim. Endi bu psixotipda bozor o'zi joy-joy qo'yib qo'yadi. Mana hozir davlat aralashmasa, bozor iqtisodiyoti hamma narsani joy-joyiga qo'yib qo'yadi o'zi. Tushunarli. Mana hozir sun'iy intellekt haqida aytdingiz. Mana bizda ko'pincha sun'iy intellekt deganda biz kabi insonlarda ChatGPT tushunilib qolgan, programmistlar uchun front backendda o'ziga xos sun'iy intellekt dasturlari bor. Video montaj qilayotganda yoki rasmlarni montaj qilayotganda ularning o'ziga xos sun'iy intellekt bor. Endi tadbirkorlarda ishlab chiqaruvchisi bor, distributsiya bor, sotuv bilan shug'ullanadiganlar bor. Sun'iy intellektni qanaqa turlari va ularga kerak bo'ladi? Va buni kimlar joriy qiladi korxonaga? Bu bilan odam qiziqish kerak-da. Odam qarash kerak o'zi YouTube'da lentasida nima chiqyapti. Odam o'zi cho'ng'iladi. Men kimman? Nima meni qiziqtiradi? Bu mana shu sun'iy intellekt sizga nimani yediradi, hazm qiladiganingizni yediradi. Misol, meni lentamda hayotda bastakorlar, haligi yallachilar, ashulachilar umuman chiqmaydi. Kimda qanaqa mashina, signallardan o'zi bizni fahmlasak bo'ladi. blogerlar chiqmaydi haligi. Nima deydi? Kimda qanaqa to'y, qanaqa mashina necha pul turadi degan menda yo'q unaqa. Menda Lex Friedman, kvantoviy anaqa kompyuterlar, tariqat masalalari asosan bunaqa ketadi. Psixologiya. Sizni tafakkuringizda analogi nima sun'iy intellekt bo'lyapti. Shuni kech payt siz anaqa qilishingiz kerak. Reviziya. Uyingizni yig'ishtirib qo'yasiz, mussordan tashlab olasiz. Mussor nima degani? Kerak emas narsa. Ortiqcha ma'lumotlar. Chunki pashsha uchun sizni mussoringiz bu delikatesda. Boshqa odamlar shu polapovt yeydi, uyi ham bo'lishi. Xuddi shunaqa ichki dunyoyingiz tozalang. Lentangizni qarang-da. Qanday qilib? Siz faqatgina YouTube'da har kuni yo TEDx ko'ring yoki sun'iy intellekt haqida poyst qiling. Nima bo'lyapti? Gemini, ChatGPT qanday ishlatish? Ko'p savollarga o'sha YouTube'da javob bor. Shuni qarang, 2-3 haftaning ichida sizni lentangiz YouTube'da yoz qilsangiz juda ham qiziq zo'r podkastlar chiqishni boshlaydi. Hayolingizga kelmagan. Chunki bu bilan qiziqyapti ekanmi deydi. To'g'rimi? Ketdi.
to'g'ri podkastlar ketadi, tam mana misol fikr yetakchilari chiqadi, M-Factor chiqadi, Lex anaqa chiqadi, Rossiyani podkastlari, til bilish kerak, rus ingliz tilida. Chiqqandan keyin, xo'p, ingliz tilida bo'lsa, ana subtitr bilan rus tilida o'qisa bo'ladi, rus tilida ko'p. Mana shunda qiziqasiz, o'sha yerda bor savollar, misol strategiyani, marketologda eng zo'ridaqa sizga strategiya yozib beradi. Bemalol. Sotuv strategiyasi, marketing strategiyasi, HR strategiya, kompaniya qadriyatlari, bunaqa qilmoqchiman. Hozir menda bunaqa. Hozir savol ber deysizki, ChatGPT bilan gaplashishda u naqasi bor, usuli bor. Men $1000 to'lab kursini o'tdim. Keyin oldimda hamma bolalarga ishxonada tarqatdim. Hammalar o'qib chiqsin dedim. Xodimlar o'zini ishida sun'iy intellektni ishlatayotganda mijoziga sun'iy intellekt qilsak bo'lar ekan-u deydi. Mana shu magazinchini AI agenti qanaqa qilib chiqdi? Xuddi shunaqa biz xodimlarni o'qitdik majburan hammasini. Programmistlarda emas. Hamma xodim o'qish kerak. Keyin dunyoqarashi o'zgarib, u ham nima qiladi? O'zgarishni boshlaydi-da. Ya'ni xodimlarning ham miyasini tozalaysiz. Bular ham mana qiziqish uyg'otadi. Spikerlarni olib keling, kim biladiganlarni nima qilib va shunaqa dunyo qarashda tochkani o'zgartiradi. YouTube o'zi o'zgartirib boradi. Bu bilan qiziqib, bu qarab oling. Agar sizda 80% masalan, chiroyli qizlar, chiroyli mashinalar, tresh bo'lsa, endi men uchun bu musor. Bu odam uchun bu qadriyat. Bunaqa qadriyatingiz bo'lsa, oliy maqsadingiz yo'q ekanda. Oliy maqsadingiz bo'lmasa, kompaniyani nima uchun o'zgarish kerak? Sizni hozirgi xarajatlaringizga yetadigan-ku. Nimaga ba'zi tadbirkorlarda gapirayotgan gap so'ziga nisbatan harakatlari boshqacha bo'ladi? Bu anaqa bizani nima deydi? Bu ham bilgan milliy qadriyatimiz. Mehmon kelganda yig'ishtirib qo'yib, musurni anaqa gilam tagiga tiqib qo'yamiz. Normal holat. Biza yoshlikdan o'zimizni boshqacha ko'rsatishga men endi Xudoga shukr, rus maktabida o'qiganman. Men nemisman. Menda bunaqa narsa yo'q. Masalan, kelardim, og'aynim uyga kelsa, shunda o'tirardik, ayam endi o'zbekcha, nima qilmaysan, choy moy. Men so'radim, qorning ochmi, yo'q dedi. O'tirib biz gaplashib. Masalan, O'zbekiston unaqa emas, to'g'rimi? Ko'rsatishimiz kerak ekan, ko'p narsani. Mehmonga boradi. Ota-ona bola bilan. Bola gap eshitadi. Aytadi, nimaga sen unaqa o'zingni tutding? Uyda unaqa tutasan, mehmonda boshqa tushishing kerak deydi. Ikkita inson paydo bo'lyapti. Tushunyapsiz? Mehmonga borganda yaxshilab kiyinib, taranib, boshqacha tarbiyali bo'lib qolish kerak. Uyda boshqacha. Maktabga boradi, o'qituvchi aytadi. Sen uydamisan deydi. Здесь вам не дом deydi. Uchinchi inson paydo bo'lyapti. Maktabdan chiqdi, bolalar shunday sigaretni oldi. Tartibkor deydi. Yo'q, sen qo'l bo'lamisan deydi. Tartibkor deydi. To'rtinchi paydo bo'lyapti. Ichida 4 ta 5 ta har xil shaxsiyat. U odam o'zi bilmaydi kimligini. Men kimman deysiz? Men kimman, bilmassan degan Jaloliddin Rumiyni zo'r she'ri bor. Bu she'rga Rahmatli Sherali Jo'rayev ashula qilgan. Mana demak, mening ichimda men bordir, mendan bexabardi, ichida bir nechta men bo'lib qolyapti. Bu sizga aytgan savolingizda aytyapman, men chuqur javob. U haqiqatdan ishonyapti ikkala решениyaga. Bu не то, что bu anaqa 200lamachi. Miya shunaqa qilinganki, siz odamga savol bersangiz, ustni bitta javob beradi. Qog'ozda xuddi shu savolni bersangiz, chiqib ketsangiz, shu odam boshqachasiga javob beradi. Ya'ni o'zimdan bo'lganda bitta javob, kim bilandir gaplashganda ikkalasiga ham o'zi ishonadi. Bu hammada anaqa bo'ladi. Bipolyarka deyiladi psixologiyada. Bipolyar o'zi 3-4 polyarka. Prosta boshqalar bularni jamlab o'zini ko'rsatib oladi. Lekin uyga borib zulmini qilishi mumkin, ishxonada zulmini qilishi mumkin. Prezident oldida boshqacha-da, yoki xalq ichida. Keyin ikkinchi masala, tadbirkorlar yolg'on stress, yolg'onchi
jamiyat, bizda yolg'onchi jamiyat, juda ko'p yolg'on gapiramiz davlatga, butga. Yolg'on juda ko'p energiyani talab qiladi. Yolg'on gapirgandan keyin siz uni kontrolda ushlab turishingiz kerak. Oxirigacha. Rostni gapirdingiz, bo'ldi, anaqa esdan chiqazdingiz. Qo'rqmaysiz. Yolg'on, stress, qo'rquv. Chunki kontrol ushlab turishingiz kerak edi. Siz har doim esingizda bo'lishi kerak yolg'on gapirganingizni. Undan istisno yolg'onini ishongan odamlar bor. O'zi ishonib qoladi. O'zini yolg'oniga. Masalan, bu ularga oddiy holat, politiklar shunaqa, anaqa, siyosatchilar. Yolg'onni ustida qurilgan anaqa ularda hayoti. Lekin oddiy inson stressda bo'ladi, kasal bo'ladi. Chiqib oladi, pullar ishlaydi. Bunga anaqa telefon hayron qilaman-da o'zimlarga. Pulni jo'ni bo'ldi. Hozir to'lab olaman deydi. Nima qilasan? Yolg'on gapiryapti. Biladi to'lolmasligini. Qidirishda boshlaydi pulni. Pul yo'q. Mana plan. 3 kundan keyin, 1 haftadan keyin to'layman. Buni ishontiradi. Bu kim birovga yolg'on gapiradi. Judayam ishonchsiz anaqa bo'ladi jamiyat. Ishonchsiz jamiyatda anaqa qidirasiz variant. Qaraysiz, bu namoz o'qiydigan deysiz. Shu namoz o'qisa ham o'sha hammasi yolg'on ustida bo'lib stress bo'lib, bu normal hol bo'ladi. Shunda ikkita odam, uchta bo'ladi. Bittasi ichida. Aniga takoy dindor, boshqa, lekin oilada zulm. Chunki haqiqat ichida qaynaydi, chiqazib oladi. Kasallik, baxtsizlik, stress, dori, vrach ketdi. O'shanga bu siz aytasiz, nimaga bunaqa jamiyatning kasalligi bu. Общий. И problema что u ikkala uchinchida ham ishomayapti-da shu narsaga o'zi. Это чисто psixopatlar, tadbirkorlar ichida yarimi konkretni psixologga borsa, psixopat degan anaqani diagnozini oladi. Yu kompaniyani yoshligida travmalarini parabutka qilish uchun, yoshlikda kaltayib, chimov bo'lganligi uchun, balki men ham maqtab ketmayapman. Levlari ham bor, yoshlikdan anaqa she'rlar. No, asosan kimgadir nimani ko'rsatib qo'yaman deb kompaniyani qilgan va komplekslari bor. Masalan, anaqa o'zi normal kachok turasida, lekin anaqasi bo'yi past. Ichidagi bolacha. Katta kompaniyalarni hammasini qo'rqitib yuradi. Bu shunda energiya oladi. Jinlari, musulmonchilikda anaqa сущность energetik jinlari kimnidir qaqshatganda bu kayfni oladi, energiya oladi. Chunki yoshlikda zulm sezgan, shundan kayf olgan, boshqalarga zulm qiladi. Yoki o'zini anaqaga tortadi, жертва pozitsiyaga qo'yadi. Shundan ham siqilib yuradi. Ikkala paytda ham jinlari kayf qilib yuradi. Psixologiya bo'yicha bitta diagnoz qo'ysa bo'ladi. Shariat bilimini bu tomondan qilsa bo'ladi. Odam normal, pok, halol, beg'ubor, baxtli, normal qilib yuradi. Unda bo'lmaydi ikkilamchilik. Unda как раз anaqa keladi, yakdillik bo'ladi ichida. Yakdili bir, Xudo bilan bir bo'ladi. Bu kamdan kam. Endi mana hozir Xudoga shukr, endi men katta tadbirkorlar bilan ishlayman. O'rta pul ishlash masalasi qo'yilmaydi. Mana yosh, kichik va o'rta biznes bitta narsani eshitib qo'yish kerak. Ular o'ydiki, hozir katta bo'lib qolsam, muammolar hal bo'ladi, xotirjamlik topaman. Kuchli xom sanabsizlar. 99% faqat undan ham battar stress, undan battar energiya, katta mas'uliyat, kasallik, baxtsizlik, turmaydi, yoqmaydi, yeyolmaydi. Sizlar maza qilinglarki, agarda hozir maza qilasizlar, bolalardan 6 dan keyin ko'ryapsizlar. U yoqqa chiqib olganda afsuslar. Yo'qda faqat jamiyat uchun berish kerak. Endi bitta o'tdi anaqa gaplar shu energiya, sog'liq, bolalar anaqa ko'rolmayman. Normal o'saylik. Nimaga erishadi yo'qqa chiqqandan keyin? Chunki tepaga chiqib olganlar o'zlari erishdi-ku. Tizim ustida emas O'zbekistonda.
Ya'ni raketani stupenlari bo'ladi. Yoqqanda sizni tepaga chiqaradi. Chiqqandan keyin nima qilish kerak? O'zini anaqasi bilan Yo'q, ketyapti. bular Tashlab yuborish kerak. tashlab yuborish kerak-ku. Olib yuradi problemalarini. O'shanga bu jamiyatning muammosi, farmatsevtlar maza qiladi, doktorlar faqat unaqa. No, men misol sapdan ketishim shu, men xavfsizlik ichimdagi aytdiki, bo'ldi, stop dedi, anaqa stress ko'payib ketyapti. Check-up qildim, kortizol katta, anaqa adrenalin, значит, anaqa uzyapti. Nega? Nima keragi bor? Balida, misol, qayerdadir Hindistonda o'tda milliard dollar bosib qo'yib, oddiy bir anaqa meditatsiya qilib o'tiradigan odamlarni ko'rasiz-da, o'zbeklarni ko'rmaysiz o'tda. Bo'ldi, dividend ishlayapti, bo'ldi. Ya'ni bitta xulosaga kelsak bo'ladi. Ko'p tadbirkorlar sistemalashtirishdan oldin o'zi bilan haq bitta savolga javob berish kerak. Real chiqib ketmoqchimisan, yo'qmi operatsiyonkadan? Balkim operatsiyonkaga kirib ichida yurish bu sani normal holating. Chiqib ketsang kasal bo'lasan. Hayotda mazmunni yo'qotib qo'yasan. Balkim xotiningdan qochib yuribsan ishxonaga. Uyatda zulm qilib o'tiribsan. Xotiningdan qo'rqib, ota-onadan qo'rqib. Ustanovkalar sabab. Yoshligini travmalaringni qilyapsanmi? Nima uchun sen shu tadbirkor bilan shug'ullanyapsan? Keyin bu uchun psixologga borgan. Psixolog bilan gaplashib, travmalarni prarabotka qilinglar. Bu ham takoy qaytdan olamiz psixologlar bizlar psevda. 3 ta mijozimda psixoterapevtga borishini aytganman. Borib ishlagandan keyin juda zo'r o'zgarish bo'lgan. Chunki bilganniki shaxsiyatida muammo bo'lyapti-da. Ya'ni men ko'rsatib qo'yaman degan ambitsiyadagi hamma og'riqlarga erishib bo'ldi, u yoqqa keta olmaydi-da. O'sha biznesda masshtablashtirish ham u uchun zerikarli-da. Nimaga chaqirgansiz unda meni deb savol beryapman, bilmayman deydi. Ishlab keyin endi bu yog'iga ko'rsatib qo'yaman uchun emas, men bu narsa uchun men qilishim kerak degan mesajga kelgan. Bu odamlarda shunaqa devlari kuchli bo'ladi. Nimaga sistemalashtirish qila olmaydi? Chunki hukumatni yo'qotib qo'yapti-ku. Tizim va qoidalar buni hokimiyat anaqasini olib qo'yapti. Uje psixopatlar uchun bu qiyin-a? Yo, psixopatlar qila olmaydi buni. Psixopatlar bor, masalan, katta sap qo'yganlar ham bor. Lekin bularning ambitsiyasi ustun keladi. Ustun ketadi. Ya'ni bu uchun o'sish uchun, ya'ni xodimlarga zulm qilish uchun sap qo'yganlar ham bor-da. Bor shunaqalar. Tadbirkorda transformatsiya qilish uchun energiya kerak, to'g'rimi? Endi qarang, sizda tadbirkorda $100,000 puli bor. 200% batareykasi bor. Bittasida $10 million bor, batareykasi 0. Siz qayerda bo'lmoqchisiz? Bo'lsa, millionlik bunga havas qiladi. Chunki bu tog'ma-tog' yuradi, kemalarda anaqa parusda suzadi, tog'larda anaqasini qiladi, to'g'rimi? Svoboda, mustaqillik bor, anaga oilasi bilan, bolasi bilan baxtli, batareykasi ko'p. Unda yo'q batareyka. Nimaga yo'q? Ko'plari hozir mana shu haqida qayg'uryapti. Endi siz transformatsiya qilmoqchimisiz? Yana shunga qaytamiz. O'zingiz kimligingizni bilib oling. Ichingizdagi musir energiyani oladigan behuda narsalardan voz keching. Qurbonlik qiling. Qurbon keltirish kerak biror narsani, biror narsaga erishish uchun. Badalini to'lash kerak. Shunda keyin kompaniyada ham shu pastga tushishda siz nima qilishingiz kerak? Nafsiy bo'lishingiz kerak. Trenirovkadan keyin oriydi hamma narsa. Qachon siz 10 marta podtягивание qilasiz? Tadbirkorlar ko'plari 1 marta ham qila olmaydi. Men misol 10 marta bemalol qilaman. O'g'lim bilan shunga sport mana bir kachok kerak emas menga. Kachoklik ham bu nafsda odamga misol ko'rsatish o'zini. Keraklicha energiyam bor. Taningizni boshqara olishingiz kerak. Bemalol 2-3 soat toqqa chiqaman, 10 marta podтягивание qilaman, ozgina yuguraman. Marafon emas menga. Lekin mana shu sizni energiyangiz ertalab turib, hammadan oldin kelib, stressga olib keladigan narsa bu operatsiyonka. O'sha bestress va situatsiyaga tushganingizdan keyin siz o'sha stressni yaxshi ko'radiganlarni sotib oling o'sha odamlarni. Ular qayg'ursin. Debitorkani, kreditorni, omborni, KPI'larini, oyligini. Siz konstruktorsiz, legani yig'ing.
shu odamlardan. Va batareykangizni hozir mana 3ta hamma narsa energiya bog'liq. Bitcoin nima degani? Qancha energiya sarf qilganingiz. ChatGPT nima degani? Har bir savolingiz megavat energiya talab qilyapti. Xuddi shunday. Qancha energiya ko'p bo'lsa, shuncha ChatGPT rivojlangan bo'ladi. Tadbirkor uchun ham ilm bor odamni olasiz. Uni energiya. Lekin sizni energiyangiz ko'p bo'lishi kerak. Liderni energiyasini odamlar sezadi. Demak, energy management juda ham muhim bu jarayonda. Buni o'rganish kerak. Hamma biznes maktablarida dunyoda Garvard bo'ladimi, Skolkovo bo'ladimi, energiya management bizda 5 oy 5 marta borgan bo'lsak, bir haftalab har bir kursda bizda ertalab tsigun yogadan boshlanardi, Skolkovoda 8 dan, jismoniy tarbiyadan. Qaysi O'zbekiston biznes maktablarida sizlarga anaqa qon yurg'izishdan boshlashadi. O'tiradi hammasi. Kechasi jismoniy qattiq tarbiya bo'ladi, uxlashdan oldin. Har shu kursda 2 soat odam ma'no bilan, tafakkur bilan, energiya bilan ishlashni bo'yicha coachingga 2 soatli 5 ta kurs beriladi Skolkovoda. Bu mana shu g'arbdagi masalalar. Chunki tadbirkor hozir Skolkovodan kelib o'zgartirishlar bo'lishi kerak-ku, u o'zini ustida o'zgartira olmaydigan bo'lsa, qanaqa qilib korxonani o'zgartiradi? Mana korxonalarda ba'zi tadbirkorlar bo'ladiki, nima uchun tizimlashtirmoqchisan biznesingda desak, ko'p insonlarga manfaat bermoqchiman deydi. Zo'r yoki ba'zilar bo'ladiki, oliy maqsad haqida gapiradi, lekin bu umumiy so'z, lekin ichidan haqiqiy chiqmaydi-da. Tub mohiyatida baribir ko'proq moliya topish yotadi, kichik o'rta bizneslarda endi. Shu jarayondagi inson haqiqatda biznesini tizimlashtirib o'sha million dollardan tepada masalan 500-600 million dollarga chiqishi mumkinmi? Siz tadbirkorsiz-ku? Biza anaqa suvda fokusni beraylik, kim anaqa bemor tuzalmoqchi bo'lgan. Bemorga-da. Yana qaytaman, bu normal holat, что odamlar, kuryerlar bor, taksistlar bor, ish ushburadiganlar bor, qorovullar bor. Endi ketdi, qorovullarda boshlig'i bor, keyin zampa безопасности bo'ladi. Ahamiyatni unga audit qilingda, shunday ko'ring. Agar siz mana shu aytgan gaplarni sezdingizmi, munofiqlikda aytaylik, bu diniy munofiqlik, odamni o'ziga o'zi munofiqlikda. Yolg'on gapirish. Bo'ldi, anaqa qiling. Отказ qilish kerak. Отказ qiling, nima qilasiz? U sizni energiyangizni faqat qiladi. Sizga aybdor qilib qo'yadi. Biz ham ko'p filtrlaymiz buni. Yana bir boya gapimga qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Biz 2024-yilda Rossiyadan ekspat olganmiz korxonamizga HR bo'yicha, HR direktori dedi. Korxona audit qilinyapti, bir qiziq xulosaga kelganmizda. Xodimlar yolg'on gapiryapti. Ya'ni aslida holat mana bunaqa, lekin ular mana bu haqida gapiryapti-da. Biz tushunmadik, nimaga sizlar yashiryapsizlar, yolg'on gapiryapsizlar. Aslida vaziyat unaqa emas-ku. Korxona egasi bizni bekorga chaqirmayapti. 135 ta xodim ishlaydi va 80% xodim o'sha yolg'on gapiryapti. Keyin tushundikku, yolg'on gapirmayapti. Biznes egasini o'zida bu narsa bor. Shunaqa. O'ziga yaqin qadriyatiga yaqin odamlarni oldi. Anaqa. Yolg'on gapirmayapti. Mana aytaylik. Bu yerda tushunmovchilik terminda bo'lishi mumkin. Biz ham audit qilganmiz. Qadriyatlar, rezultat ko'rsatish. Rezultat ko'rsatish korxona uchun, rezultat ko'rsatish uchun sizni bossingiz uchun, rahbaringiz uchun. Ikkita har xil rezultat-ku, to'g'rimi? Xuddi shunday. Gapni qaytarmasdan aytganini qilish ham rezultat-ku. Shunaqa. Lekin chet elda sizni KPI'ingizga, korxonani nimasiga bizda siz aytasiz, yo'q deysiz. Unaqa boski tebi. Bunaqa qilaylik deysiz. Bizda bu andisha degan narsa bor, hammasi kelin qilmaydi. Ikkinchi masala, chestness. Bu halollik. Halollik emas, chestness. Bu rostgo'ylik. Rostgo'ylik. To'g'ridek. Yana shunaqa narsa bor, komandnost. Komandnost hamjamiyatchilik aytaylik. Siz meni oldimda o'g'irladingizda, o'g'irlamas cho'ntagingizga ishladingiz. Men chestniyman, halolman. Men bu ishni qilmadim. Lekin O'zbekiston korxonalar men sizni sota olmayman. Chunki shunaqa gap bor. Odam o'ziga savol beradi. Manmi deydi. Siz aytishingiz mumkin. Nima ichimda aytaman. Yoshligimizdan, maktab davridan bu sotqinlik hisoblanadi. Kazyol. Ya'ni grubiy va aytgan so'z ishlatiladi. Va biz chet elda srazu sotadi. Sotqinlikka kirmaydi bu.
Chunki bu korxonamizga shikast harakat qilinyapti. Jamiyatimizga, davlatimizga yoki korxonamizga. Serpillamasdan. Bizda yo'q deydi. Anaqa nima qilmayman, sotmayman. Nimaga? Mish komanda. Birga kelganmiz, birga o'qiganmiz. Ko'rdingiz, bu yerda bazaviy qadriyatlar noto'g'ri tahlil qilingan, singdirilgan o'zi. Sovet deymizmi? Va Amir Alimxon paytida ham shunaqa bo'lgan deyman. O'shaning uchun yutkizib, o'g'irlab tiqib qo'ygan bir joyga ham o'zbeklarni. Yo'q mana shu narsa. Standart mishleniyada, ya'ni shablonda fikrlaydigan tadbirkor bor va bu shablonviy fikrlaydigan jarayonda chiqish kerak. Sezyapti, qaysidir stiklaniya patologga borib urilyapti. Bu yog'iga fikrlash tarzini o'zgartirmasa, o'zini bir madaniyatini, misol uchun o'zgartirmaydigan bo'lsa, keyingi darajaga chiqa olmaydi. Agardaki potensiali shunaqa bo'lmasa, ya'ni o'zini dvigateli shunaqa bo'shnik bo'lishi mumkin, shu chiqazadi. Zo'ravonligi bilan tepib, urib, so'kib ham chiqarsa bo'ladi. Ozor yetkazib, tortib olib, birovni rizqini anaqa kuydirib, odamlarga pul to'lamasdan, oylik to'lamasdan yoki siz xizmat ko'rsatsangiz sizga pul to'lamasdan aldab, bunaqa chiqqanlar ham ko'p. Men savolim mohiyati shundan iboratki, mana biz korxona bilan birga bir ishlagan vaqtimiz sezamizda, to'g'ri ma'noda aytyapman, ko'pchilik mijozlarimiz shuni xohlaydi-da. Mana deydi, qarang deydi, men deydi, mana oddiy jaydar insonman. Yurish turishim, kiyinishim, madaniyatim ham shunaqa, gapi so'zim ham shunaqa deydi. Lekin ba'zi xodimlar keladi, xohlayman shunaqa odamlarni ishlatishni, ichki muhit shunaqa bo'lishini, o'zim ham shunaqa klublarda muhitda bo'lish xohlayman deyman-da. Mana elegantli insonlar bor, intellekti zo'r, gрамотный shaxslar bor deydi. Men o'zimni shunaqa transformatsiya qilishim qiyin deydi. Agar shunaqa qila olsam deydi, falonchi xodimlar bor, men bu korxonada ishlayotgan, olib ishlata olardim deydi. Lekin shu yerda bitta to'siq deydi, meni madaniyatimni sezaman-da, aka deydi. Shu jarayonni qanday to'g'rilashga tavsiya berasiz biznes egasiga? Bu his qilinadigan narsa-da. Men bu savolga javob bilmayman. Chunki men har bir inson atrof muhitini anaqa average, ya'ni nimasi, o'rtachasi. Biza 30 yil oldin birinchi o'rinda muhitini o'zgartirish kerak u inson. Ha, men biza book cafe qilganmiz. Book cafeda 20 ta Agar inson muhit yo'q bo'lsa, o'zing shakllantir. shunaqa. Mana biza 24 yil oldin 2012-yil. 2012-yili biz shu book cafe qadriyat, kitob, ilm. Demak, sizlar o'sha vaqt shu narsani qidirgansizlar, yo'q bo'lgan, o'zingiz atrofingizdagi bilan shakllantirgan. Bir-biriga odamlar qo'shilib, bir-biriga ko'z bo'lgan, bir-biriga qarovchi bo'lgan. Oynadek. Oyna bo'lgan. Siz turishingizni, qadamingizni har dushanba kuni uchrashyapsiz shu insonlar bilan. Oiladek bo'lib ketasiz, qadrdon. Oiladek bo'lib, hammasi 10-100 barobar o'sdi. Lekin bu kafeda ko'p klublar pul ustida qilingan. Bizda kitob, bilim, qadriyat ustida qilinganligi uchun biz 12 yildan beri sekin rivojlangan. Bizda unaqa yo'q, vznos, pul ishlaydigan bir-birimiz bilan ham, lekin hammasi 100 barobar, hammasi millioner bo'lib ketdi ichida. No milliarder bo'lmadi, no bizda unaqa nima deydi, odam pul unga kitob ko'p o'qib qo'yganmizmi? No bizga yetadi-da. Mana bugun ham bu kafeda shu qadriyatlar, kitoblar уже finans, marketing bo'yicha emas. Ko'rdim, storiesizda ko'rdim. Umuman boshqa mavzular hozir bizda. Xudoga shukr, mana shunaqa intilish bormi? Shunaqa. Endi choyxonangiz qanaqa bo'lsa, shunaqasiz-da. Demak, o'shanaqa muhitga bu o'tish kerak bo'ladi. Keyin etap vaqt talab qiladi. O'shanaqa etap bilan o'zgaradi bu narsa. Ha, albatta. Men aytyapman, o'zi shunaqa YouTube ham shunaqa-ku. Sizda nima mavzular o'tdi? Diniy mavzu bo'lsa, shariatni ko'proq bilasiz. Bu mavzu bo'lsa, anaqa Mercedes deb yozsangiz, ketdi mashinalar sizga, to'g'rimi? Nima qiziqasiz? Nima haqida gaplashasiz? Biz yaqinda do'stlarim chet eldan keldi, bittasi Xitoydan, bittasi Germaniyadan. Biza shu gaplashishimiz 2 soat, 1 soat vabo nimaga rivojlanishga dunyoda qanaqa ta'sir o'tkazganligi haqida. Chunki katta vabo bo'lgandan keyin juda ham katta jamiyatda eski anaqa yonib ketib, yangi anaqalar bo'ladi. Tushunmayman, Yevropada qanaqa yangiliklarga olib kelganligida, inkvizitsiya yo'q bo'lib, taraqqiyot, rivojlanish haqida 1 soat. Bittasi BMW da ishlaydi, bittasi savdogar. Biza 1 soat vaboni 2 kichik, misol odam nima aksiradi, apchiqiy qiladi, nima deydi? Aksirish. Aksirish nima bu? Virus
o'zini tarqatish yo'li tezroq. Biz viruslar haqida o'tib ketdik, gaplashdik, bir soat ketdi mana shuna. Ну, bu meni do'stlarim. Bu haqida gaplashamiz. Zo'r. Sizlar nima haqida gaplashasizlar? Kimdan bu ishdan keyin yig'ilib nima haqida? Galenwagen bilan anaqani yangi Galenwagen nima eskisidan nima farqi bor shumi sizlarning gaplaring? Men bilmayman. Mana shu narsaga ahamiyat berish kerak demak. Bu ham gigiyena-ku. Albatta. Odam qo'yib qo'yish kerak-ku. Yopishib qolsa ham tema. Laziz aka, mana shunaqa holat bo'ladiki, korxonalar o'zi tizimlashishi qiyin bo'ladi. Har xil biznes kurslarda o'qiydi biznes egasi, o'zim tizimlashtirib ko'raman deydi, yoki avtomatizatsiyaga alohida mutaxassis chaqiraman deydi, u tizi zo'riydi. Qanaqa razraботка qilamiz, nimani avtomatizatsiya qilamiz, komandang bormi yo'qmi deydi. Va tashqaridan konsalting chaqiradi tizimlashtirish uchun. Biz endi konsalting emas, u troubleshooterlik, ichiga kirib, to'g'rilab, o'zi bilan, jamoasi bilan prosesda ishlaymiz. Shu jarayonda qanaqa tavsiyalar berasiz biznes egalariga qiynalib qolmasligi uchun? Uni og'zi kuyib qoladigan tadbirkorlar. Baribir qiynaladi. 100%. Qiynalmasa cho'tta не то. Muammo. Значит, anaqa qog'ozda bo'linyapti degan. Hammasi yaxshi. Qiynaladi. O'xshamaslik ehtimoli katta. Ikkinchi marta harakat qilish kerak. Tadbirkorlik o'zi bu risk-ku, to'g'rimi? Narsaga oldi, ikkigan o'xshamadi. O'xshamasa kim aybdor? Shu risk qilgan odam, boshqa hech kim. O'zi mas'uliyatni o'ziga oldi. Shuning uchun bu avtomatizatsiyaga qanaqa qarash kerak? Hozir shuni venturniy startaplar bor-ku, startap o'xshashi o'zi IT biznes. Juda ehtimol kichkina, 1%, 10%, 10% deylik. Siz venture qilib pul tikayotganingizda shans 1ga 10ligini bilib turib pul tikyapsiz-ku startapga. O'xshamasa inna lillahi va inna ilayhi rojiun. To'g'rimi? Nimaga endi ishxonangizda raqamlashtirish bu ichida IT proyekt startapku nega 100% bo'lish kerak? Nimaga 50% bo'lish kerak? Kutuvni boshdan shunga moslash kerak ekan o'zini, demak. Eksperiment. Buni mana biz ko'ryapmiz, butun dunyoda raqamlashtirishga o'tganlar yutyapti. Kimsiga yetdi shu birinchi martadan o'xshadi? Yo'q. Sizlar na velosipedni, na mashinani birinchi martadan eplolmagansizlar. Yiqilib, uvilib bir narsani qilgansizlar. Tajribali tadbirkor, nima degan tajribali tadbirkor? Ko'p xohlagan degani. Ko'p boshi yorilgan, yiqilgan, ko'p tushgan. Chiqqan keyin ichki hissiyot paydo bo'ladi. Bu deydi anaqa. Intuitsiyasi, tadbirkorlik intuitsiyasi o'sha shakllanyapti. Raqamlashtirishni boshlash kerak yoki yo'q degan masala turmayapti. Turmayotgan kompaniya bilan biz ishlamaymiz. Raqamlashtirish shunaqa kelib aytishga. Boshlang, bu aniq ukol bo'ladi. Bitta uzganda shunaqa ukollar bor, ichidan hamma kasalliklar chiqadi. Isitma anaqa ukollar bor, hamma viruslar chiqadi. Shunaqa inyeksiya qilamiz deydi. Nima degani antivirus? Bu ham maniga insoniyatda. Ozgina shu virusni tiqib qo'yadi sizga o'zi. Keyin organizm o'zgaradi. Bir qadamdan boshlanadi. Boshladik. O'xshamadimi? Okey. Lekin o'xshamagani jarayonida qancha Tajriba oldi. Yo'q, ichki muammolar tepaga chiqadi. Qancha o'zi bilmagan, so'zlarda chaqir anaqa bor. Paqir, chelak, vidro bor ekan. 10 ta paqir, 20 ta chelak bor ekan. Ruchka sharikova, sharikova ruchka bor ekan. Bizda o'zi anaqa MDM, Master Data Management, NCE ya'ni. Unda muammo ekan. Sprashli klassifikatorda muammo bor ekan. Proyektni o'xshamadi, lekin nima qilib qo'ydingiz siz? NCEni to'g'rilab qo'ydingiz, to'g'rimi? CRM o'xshamadi, sotib olishda proses anaqa zaявочный prosedura paydo bo'ldi. Xo'p, 70 ming ishlatib qo'ydingiz yoki 100 ming. 20 minglik anaqa o'sha tezlikni o'zida muammolar kelib chiqadi. O'xshamadimi? Okey. Выдохнули. Yana попытка номер 2. Значит, boshqalarida o'xshadi, sizda o'xshamadi, muammo sizda-ku. Mana aytaylik, buni biznesman qilyapmiz. 80 mingta kompaniya dunyoda buni qo'ydi. O'zbekistonda 55 tami 56 ta qo'ydi. Siz 57-chisiz.
Sizda o'xshamadi. SAP aybdormi? Yoki bu jamoa studentlar kelib birinchi marta sizda qilayotganda muammo bo'lishi mumkin. Siz arzonni olib qo'ydingiz. Tajribalini o'rniga 2 barobar arzon studentlarni oldingiz. Mana Odo kimdir? Endi kecha o'zgarib oldi. Endi kirib kelyapti O'zbekistonga. Juda ko'p anaqa tayyorda ishladi. Tupoy gaplar, no mayli. Qilib ko'ring. O'xshamadimi? Ha, okey. Bir narsa o'xshadimi? Bir narsa xulosalar keldingizmi? Okey, ikkinchisini boshlang. Uchinchi marta boshlang. Hammada bo'layotgan narsa sizda bo'lmasa, muammo sizda-ku. To'g'ri. Shu muammo borligini tan oling. Tan olishdan keyin ildizini toping. Bo'ldi, undan keyin jarayon, sistema avtomatik o'zgardi kompaniyada. Hech narsa o'zgarmadimi? Ayta-keta o'lishingiz kerak edi. Bu ham sizni anaqangiz. Sudba. O'lishingiz kerak edi, значит. Yoki shu siz ham ishlab kelyaptimi, mana bosh og'riq qildim. Okey, qila olmadingiz. Bo'ladi. Kecha mol oldingiz, sota olmadingiz, minusga sotib oldingiz. Bo'lganmi hayotda? Bo'lgan. Xatolarga moyillikni yana biz O'zbekistonda qadriyatimizda kimdir aybdor bo'lish kerak-da. Faqat men emas. Shakllanish kerak demak. Bir narsa bo'lsa, kimdir to'nkab qo'yish kerak. Kimdir chopish kerak. Kimdir savalash kerak. Yo'q. Birga shu mas'uliyatni o'zingizga oling. Siz qaror qabul qildingizmi? Bitta bola keldi. Aka, mana kompaniyani topdim, bizda raqamlashtirish qilib berarkan. Siz xo'p dedingizmi? Nimaga endi uni chopishingiz kerak? Kim olib keldi uni? Ha, Eshmat, sanmiding? Nimaga uni chopishingiz kerak? Siz xo'p dedingiz-ku, kontraktga qo'l qo'ydingiz-ku. Qaror o'zingniki. Qaror sizniki-ku. Bu sizning hayotingizda bo'lyapti-ku. Bu hikmat sizga Xudo beryapti-ku. Hikmatni olib oling bu yerdan. Sizga bitta saboq, dars berilyapti-ku. Nima qilasiz? Kimnidir anaqa savalab, tepib, aybdorlik qilib. Shuning uchun biz mana katta sapda biz O'zbekistonda 20 ta proyekt qilgan bo'lsak, millionli, ikkitasi o'xshamagan. Lekin xo'jaylari menga biror bitta pretenziya bera olmaydi. Chunki o'zlari biladi qayerda nima aybdorligini. 600 mingta kompaniya dunyoda sap qo'ygan. Bu degani 600 ming marta bu o'zini oqladi. Nima muammo? 55 yil ichida 55 yillik juda katta maktab degan. kompaniya 5 milliard sof foyda ko'ryapti yiliga. Odamlarda rozi qilmagan kompaniya 10 yilda gumnon bo'ladi-ku. 60 yil pashti ishlayapti-ku. 74-yili kompaniya asos so'rangan. 72-yilmi? 72-yil bo'lmaymi? Va O'zbekistondagi menejeriga yillik 400-500 ming dollar maosh to'layapti-ku, deng. Haqiqatan. O'zbekiston o'zi sapga yiliga 5, 6, 10 million dollar sap atrofida pul sarflaydi. 15 yildan beri. O'ylang, nega dunyoni 2000 kompaniyasi kapitalizatsiyasi baland. Mercedes, BMW, Siemens'ni uchalasini qo'shsangiz sapga yetmaydi. 75-80 milliardlik kompaniyalar bular. Sap 250 har yili 20-30% ga oshyapti. Ya'ni aksionerlar ishonyapti. Dunyoni 2000 ta top kompaniyasi sapda-ku. O'sha yoqqa kelmoqchimisiz? Mana Samantep gilam bor, Saga. Dunyoni 5 tasiga kiraman degan. Lekin bu 5 tasiga kirish uchun sap qo'yishim kerak. Qo'yib, dunyoni 4-o'ringa chiqib oldi. Zo'r. Bu success story-da mana bular. Lekin o'sha paytda boshqa gilamchilardan bir xil bo'lgan. U gilamchilar 2x ham sakra olmadi-ku. Skorost bular 10x sakragan bo'lsa, har kim bular ham 4-5x bozor bilan birga anaqa tepa sal ketayotgan bo'lsa. Bular bunaqa raketada rivoj qila olmadi-ku. Supermarketlar ko'plik 10 yil oldin. Bitta korzinkani bilamiz-ku. Korzinka de. To'g'rimi? Mana sizlarga Artel bo'lmasdi hayotda. Agarda Samsungda prosessorlarini, LG'larni qo'ymasa, Samsung, Bosch, Siemenslar hammasi sapda-ku. Ya'ni qarang, gap programmalashtirish haqida ketmayapti. Tadbirkorlar bitta narsani tushunish kerak. ERP proyekt, avtomatizatsiya bu biznes proyekt. Biznes proyekt. Avtomatizatsiya proyekti emas. Yoki kompyuter shiklarida proyekti emas. Shunaqa. Bu biznes proyekti bo'lishi uchun jamoa mas'uliyati hammasi bir. O'ziga olish kerak. Kemaga har bitta yuzerdan o'zini majburiyati bu kichik aybdor emas. O'xshamadimi? Bo'ldi, biznes aybdor. Biznes tayyor emas ekan,
biznes buni unday olmadi. Endi o'tirib olib, mana Analiz qilish sizlarga kerak. analiz. Qanaqa bizani biznesda muammo bor, shu biza olganmiz, biz qila olmadik. Hech kim emas, biza. Tagini topib, yana endi ikkinchi marta qilib ko'ringlar. Bunda ham o'xshamadimi? O'sa kerak emas sizlarga. Bo'ldi, qilib ko'rdik. Biza boshimizda nima qilamiz? Kelaman, mana mijozlarim biladi, ko'plari. O'tirganda men navrot aytaman. To'xtang, sizlarga erta deyman. Sizni filtringizga tushish kerak demak oldin. Sap paytda oddiy edi. Men kirardim zavodga, tualetga kirardim, xodimlar tualetiga. Jadval bormi, yo'qmi? Men ham shu narsani tekshiramardim. Jadval bo'lsa, porядка bor. Proses bor degani. Iplos bo'lib chiqib yotgan tualet bo'lsa, значит, xo'jayin g'oddagan, oyog'i yerdan uzilib, o'zini tualeti bor. O'zini stolovisi, bu yerda sap qo'yib bo'lmaydi-da. Nimaga? Uzilgan. U alohida, bu alohida. Tashayni yo'q. Proses yo'q. Porядка yo'q. Anaqa yo'q. Jadval yo'q. Bu kichkina muhim anaqa narsalar. Tushunarli. Laziz aka, kattakon rahmat vaqt ajratib kelganingiz uchun. Podkastimizga loyihamizni Insight loyihasi, ya'ni biznes egalari uchun aynan o'sha biznesiga tatbiq qiladigan yaxshi insightlar olish maqsadida tashkil qilingan. Kattakon rahmat sizga. Sizlarga rahmat chaqirganlaringizga. Endi biz unaqa shunaqa bir sal o'g'risoy bo'lganim uchun filtrsiz gapiraman. Juda manfaatli suhbat bo'ldi. Kuzatuvchilarimiz uchun, mana shu loyihani kuzatgan insonlar uchun qanaqadir bonuslaringiz bo'lsa, qanaqadir qiymatlaringiz bo'lsa, agar fikringiz bo'lsa, xursand bo'lamiz. Birinchi tavsiya, har bir tadbirkorga O'zbekistonda qo'rqma. Juda ham yoshligimizdan qo'rqitib qo'ygan bizani. Qo'rquvdan filmlar qilamiz. Ertagalikki bizga anaki tirikchiligimiz bo'ladimi, yo'qmi? Qo'rqmanglar. O'shanda qo'rqmaganda ishonchlik ko'proq bo'ladi. Bu davra duxi bovlardiki. Bu maydon ularning. Maydon shunaqa. Ishonch juda ham ichki anaqa. Tavakkalchilarda bu maydoni. Qo'rqoqlardiki emas. Bonus shu bizada o'sha magazinlar uchun yilni oxirigacha Linkodan telefon qilib, bo'ldi biz Lazakadan desa, aytmasa ham magazinda 2-3 oy, 6 oy anaqa to'lab nima qilib olamiz, ulatib olamiz. Endi ishlab chiqaruvchi yoki tadbirkor, distributor, diler bo'lsa, biz shu ERP tizim bizni 3 oyga bepul berishga tayyormiz. Zo'r. Rahmat kattakon.